izlab ketdi gul tutamiz deb ketdi gul tutamiz deb ketdi bugungidek mashrabda sho'x o'ynamiz deb ketdi bugungidek mashrabda sho'x o'ynamiz deb ketdi Bağım yok benim, çağım yok benim, meşrepte yok yerde. Assalomuga cemleymen köngül sevgimni baş egimen xalqimga bildirip hürmet. Xizmetiga tayyorman kecha hem gündüz didoriga qonmayman ko'rsammi mang'ret. Assalomu alaykum hurmatli, izzatli, qadrlik va qimmatli qari ko'z otalar, akalar, qarindoshlar. Bugun Almatı şəhərlik Uyğur jigit başları yenidiki Almatı məşribining uyuşturushi bilan Almatı şəhəri Ayvazov nahiyalik Uyğur etno madaniyat markazi və Pervoz icraçılar birləşməsinin qo'llab-quvvatlashi bilan o'tkaziladigan Meşrep musobaqasiga xush kelibsizlar. Har qaysinglar bilan yuz ko'rishganligimizdan nihoyatda xushalmiz. Qadamlaringizga bir yaxshi. Ajarib mayrablarning arpizda bo'layotgan bugungi musobaqa nihoyatda qizg'in o'tadi deb ishonamiz. Barchalarni kirib kelgan No'ruz bayrami bilan chin yurakdan tabriklab, oilangizga xotirjamlik, teningizga salomatlik, ishlaringizning qutuqliq, natijalik bo'lishini, kelajakka bo'lgan umidlaringizning oqilishini chin yurakdan tilagan bo'lamiz. Endi Meşrep to'g'riliq qisqacha ixchamlangan dokladni o'qib chiqishga sizlardan ruxsat so'raymiz. Uyghur Meşrebi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ciddi qo'g'diladigan g'ayri moddiy madaniyat mirosi tizimligiga kirgizildi. Nairobi'de içilgan Birleşken Devletler Teşkilatı Pen Medeniyet Teşkili g'ayri moddiy madaniyatlarini qo'g'dash komitetining 2010 15 noyabr kuni tasdiqlashi bilan Uyg'urlarning milliy muzika va usulliq yig'ilishi bu tizimlikka kirgizildi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ciddi qo'g'diladigan g'ayri moddiy madaniyat mirosi tizimligiga buningdan ilgari Uyghur 12 muqami elingan edi. Meşrep bu tizimlikka kirgan ikinci Uyghur madaniy yodikorligi bo'lib hisoblanadi. Meşrepning Uyg'urlar orasida qachondan beri o'ynab kelganligi to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Lekin ba'zi manbalarga qaraganda u milodining 5-6 asrlardan buyon o'ynab kelinayotgan ko'rinadi. Qizil ming uydiki, Turpan bezeklik ming uydiki ve Quchoq Qumtar ming uydiki tamlarga sızılgan resimlerini nazarda tutganda, ulug' olimimiz Mahmud Qashqariyning Turkiy tillar divani eserideki qo'shoqlarning mazmuniga qaraganda, Uyg'urlarning orasida ular Budda diniga e'tiqod qilib yurgan davrlardanla ayol bo'lib naqsh etib, saz chelib, usulga tushadigan, ko'ngil ochadigan o'ltirish meşreplarining o'ynab kelganligini bilishga bo'ladi. Uyghur diyarıga İslam dini tarılıp onun küçü kengaygan siri meşrep nurgulluğun özgürüşlerine uçuraydı. Şu vakitlerde erler ayarlar ayrım oynaydıgan buludu. Her caylardaki halkının turmuş şarayetiga yerlik alahidliği bola meşreplerinin resim kayıtları özgürüp şekillenişke başlaydı. Halk içinde balağını mektepki begin, balağını aval mektepki ber, andın meşrepki ber degen ibare hikmet peyda buludu. Mektep insan balısıga bilim berip dilini yoritsa, meşrep edep ahlakka, resim kayıtlık buluşka davet kılıdı. Mana şundaq ecdatlarımızdan başlap oynap kevatkan bugünkü meşrep jay-jaylarda şekillenip 30 oğul meşrepleri teşkil kılındı. Mana bugünkü günlükte bu uyuşturup otagan meşrepnin asasi manisi şularning arasındaki özara musabıqını ötkizgeç, bir-biriga olan dostluk mehrini küçeytip, inaqlıqni texmo çingaytıdığan ehmiyeti bar deb hesaplaymiz. Andaq bolsa, hürmetlik otagan Muşu barçalarning aldığınlarda meşrepki qatnaşqıcı meşrep akillerini sizler bilen tanıştırıp çıkışga ruxsat qilmoqman. Birinci Navruzbay nahiyesi Qalqaman 30 oğul meşrebi qini. O'rninglardan turib qo'ygan bo'lsanglar, qatnaşqıcı 30 oğul sizlarning qizg'in chavaklaringlar bilan. İkinci qatnaşqıcılar Çiğnek regioni Çelek 30 oğul meşrebi qini. Chavaklaringlar bo'lsin.
Üçüncü komandamız Alatav nahiyesi Alatav 30 oğlu. Dördüncü komanda Bostandık nahiyesi Bostan Meşribi. Çavaklarlamasın. Beşinci komanda Turksip nahiyesi Sultan Korgan 30 oğul Meşribi. Altıncı komandamız Almalı nahiyesi Dihan 30 oğlu. Vay bırakallah bir çavaklardan. Yettinci komandamız Avezov nahiyesi Dostluk 30 oğul Meşribi. Bugün her qaysanlarning qatnashib o'tgan komandalarga ah yo'l tilaymiz. Bugun Meşrep davomida Meşrepda ko'plagan sinoqlar sizlarni kutib turdi. Shu sinoqlardan surinmay o'tib, Meşrepdagi qo'yilgan savollarga to'g'ri, naq, ixcham javob berishinglarni umid qilamiz. Shuning bilan birlikda belgilik reglamentlarni bu yerda yozib qo'ygan. Misolga buning turlarini hozir men aytib o'taman. Shu turlarga minutlargacha yozilib ketgan. Endi men juri a'zolarini sizlarning diqqatingizga tanishtirib o'tgan bo'lsam, Sabirjan G'apparov bir chavakshib qo'yganmisizlar. Cumhuriyetlik jigit başları meşrebining begi, Almaty shaharlik Aqsoqollar kengashining raisi, ko'rnaklik chaqchaqchi, kulki mahiri Sabirjan G'apparov. Qazlar, bugungi mana shu qazlarningki a'zolarining mana navbatda shoir, yozuvchi, jurnalist, ajoyib akalarimizdan Abliz Hizm bir chavakshib qo'yganmisizlar mana. Naytı dağılıq akılarımız bugün törimizde hürmetlik yerindaşlar. Üçüncü, mana köpligen ıslahlarını köygen, köpligen meşreplerinin bişidi boğan meşrep begi Azat Musayev bir çavakşep koygamı sağlam mana. Beş kadem merpetçi, san'atkor, halkımızga keng tonulgan Sadıkcan Yunus'u hürmetlik yerindaşlar. Beşinci bulup tarih fenlerinin doktori Ablahat Kamalov bir çavakşep koygamı. Altıncı bulup hürmetlik kırındaşlar Meşrep begi Teptiş Nazaret Komisiyasi endi bürülgen nurgulluğun çıkıvatkan neticelerini meşahede etip ötüdüğün acayip akıllarımızdan İsmet Veliyev. Bugünkü basqışlar tövendikiden ibaret. Birinci, salamlaşış. Salamlaşışda meşede 3 minutun içige şu barlık özanlarınki komandalarını tonuşturuş, salam berişini şunun cemlep ötüsülen birinci tur. Her bir turdan keyin meşede jüri a'zolari özlerinin bahalarını berdi. Şotli komissiya hesaplaydı, hesaplash komissiyasi hesaplap her bir turdan keyin yoki 2 turda bir meşede neticesini chiqarib, meşede ochiq e'lon qiladi. Shuning hammasini biz meşede aytib o'tiramiz. Ikkinchisi belgilar musobaqasi. Belgilar meşede endi o'zlari belgilik savollarga javob berish orqali o'zininki komandasini qo'g'daydi. Üçüncüsü 30 oğul musabıqsi. 30 oğul toluğu bilen bu musabıqqa qatnasha oladi. Shu yerda qo'yilgan savollarga 30 oğuldan kim qalsa, kim javob berilsa oldiga chiqib javob bersa bo'ldi. Uning mu vaqti qarali cheklagilik. Endi 4-chi bo'limga kelsak, davo dasturi bo'limidan ko'rinish. Belgilik bir ahvolni sizlarga tushuntirdi. Misolga aytaylik, bir sizlarning Meşrep vakildagi bir 30 oğulning kuni jamiyatning ichida bir az-to'liq qalaymiqonliklarga aralashib qoldi. Manda ish yo'qdi. Shuni sizlar qanday jazolagan bo'ladinglar? Davo dasturida shuni ko'rsatib beringlar degan vaqtida 30 o'g'il shuni mishada ko'rsatib berdi. Buning hammasi mishada baholandi. Va shuning bilan birlikda bu qazlar a'zolari tarafidan sahnada o'zni tutish, sahna madaniyati, shuning bilan mishlaga har kimninki ortiqchiliklari bo'lsa, shuningga bu qo'yiladigan baholar bor. Shuni eskartib o'taylik. Qani anda bo'lsa, birinchi bosqichni boshlashga ruxsatmi? Endi bugün bu sorununki bu musabaqaning riyosatchilik qilish tizginini menga buyurdi. Shuningga bilan birlikda to'lig'i bilan nazorat qilish Almaty Meşrebining begi Burxondin Tajidinov bir chavakshab qo'ysanglar. Birinchi bo'lib eng talaylik Navruzbay nahiyasidan Qalqaman 30 o'g'li sahnada. Xush kelibsizlar. Mana eng birinchi bosqich sizlardan boshlanib o'tirdi. Sizlar salomlashish musobaqa bosqichida o'zingizlarning komandanglarni aytib bersizlar. Qani mikrofonni kim ko'rsatamiz? Marhamat, qani. Marhamat aka, boshuna. Assalomu alaykum. Almaty shaharlik Meşrep ahli. Qani, pashshab. Karomating jari qil. Aziz qozi bek to'rilar assalom.
do'st yarallar, birodarlar, assalom. Xush kelibsiz, xo'shal yayrab Mashrabga. Xush puroqliq No'ruz sizga. Assalom. Voy barakallah, esil. Navruz baydur nahiyem, qalqa mandur mahallem. Mashrab ahli hem begim, inaq yaşaydu xalqim. Her yaqtin küçüp kelib, bu jutni makan ettuk. Hemkarlık, sadaqatni, dostluqni nişan ettuk. Voy barakallah. Uyghur rayon hem Yerket, Uzun Ağaç, Qo'shmamat, Baysit, Çilek hem Qoram, Kalkamanға joylashgan. Her bir yerden kelsek mu, biz ömlükte yaşaymiz. Her vakitte biz Mashrabni başlaymiz. Voy barakallah. Mashrabga kirar bo'lsang, o'ylang'in jazosini. Qatnashib bo'lib hamdam yangratqin navosini. Mashrabning cheyi totliq, içsang şerbeti bitmez. Ecirsiz muhabbet yok, bu Mashrab aman yutmez. Voy barakallah. Mashrabning huli asli Abdurishidxon zamonidir. Husnga husn qo'shgan ilxon diyoridir. Kurmingjon ilm axloq yig'ildi ixlos. Shu Mashrab bo'lib ustoz yo'qolgan yomon illat. Voy barakallah. Yaxshi. Oynanglar jamayat bo'p, Gülbostan baranglarda dillani qilib jannat şifa qilib yaranlarga Uyg'ur tegi birlik yaşaydı ittifaqlıqda Uyg'ur naqsti bitmez tağu taş davanlarda. Barakallah. Şundan bilen tamam oldu mu? Köp rahmet. Hem de ben oylavatman. Törümüz otağan qazılar Müşlanınki bahasını öz aldıq yezip oturdu. Ahırda neticesini şu turdan keyin çıkırdığım paytida biz sizlarga agahlandırıp etimiz. Şu vaqtida hesaplandı. Sizlarga 30 oğul köp rahmet. Qanandasa yaxshi bir çavaqlarınlar bilen. Aferin. Nayet yaxshi, nayet ixcham. Nayet naq özünki sözünü etip ötdi. Acayip. Kimdir olamada acayip ki? Çelek regioni, Çelek 30 oğul. Çavaqlarınlar bilen sahneye çıkan bolsa. Vay barakallah. Çelek tevesinden ki otağan 30 oğulun maharetini görüvasına. Hürmetlik. Bugünkü musabık katnaşıkçı Qeyrindaşlar, hem de jüri azaları özleri bahalab oturdu. Birinci turda keyin men aytgan vaqtida ular sizlarga ko'rsatib berdi. Endi men xatolashmasam, navbatda 3-chi bo'lib salomlashish navbati Alatau nahiyasi Alatau 30 o'g'il mashribiga kelibdi. Bu chavaqlarlar bilan qarshi bo'lamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli 30 o'g'il Mashrab begi. Mashrab desam yayraydi tenim. Mashrab desam urg'uydi tenim. Mashrab üstüm çoğ buldum. Mashrab köye hem Mashrab var elinin davası. Mashrab var halkım sadası. Mashrabda var şadlık, hoşallık. Mashrabda var dertning davası. Almuta Mashribiga kelgan Allıtaq Mashribidan yalqulluq salam.
Hak bul bil kelgen milletimnin baylığı, milletimnin baylığı. Dostlar meşrep emez bu, külke sazının haylimi. Dostlar meşrep emez bu, külke sazının haylimi. Aslı izleyi, hakçaklanı kılaylı, hakçaklanı kılaylı. Meşrep dipmek gibi, şunu dostlar bileyli. Meşrep dipmek gibi, şunu meşrepti dava neyini akidet yıkılasın. Meşrepti dava neyini akidet yıkılasın. Vay barakallah. Esıl jigitler. Men davatna bara bayarqandaq Meşrep Vekilninki ki otağan katışkışlarının maharati küçüyordu da mında qarasak. Hammasining mashundaq bo'ldig'ini umid qilib, biz navbatda endi xatolashmasam Bo'stondiq nahiyasidan kelib o'tgan Bo'ston mashribiga bir chavak bermadik mehmonlar. Assalomu alaykum hurmatli Meşrep ehli va 30 Meşrep begi. Bizning mana Alatau tog' bag'riga joylashgan Osman pelek tağları bük baraksan bağları bek özüge yaraşkan. Jıl 5 Noruz çölne bostan eylidi. Noruz kelip ülkemge Noruz kaptır şatlanıp. Bugün Noruz meyrimi de ötküzeyli bostanlıkta digen muşum meşrebni. Rahmet akıla, rahmet sizlerge köpten köp rahmet. Endi men xatalışmışsam nöbette Türk Sip nahiyesi Sultan Qorgan 30 oğul meşrep ekle. Merhamet. Bular meşrep emas, köyündeki kavuşaydı. Qani, beginiz merhamet qani. Assalamu alaykum, hürmetlik 30 oğul begim başlık, meşrep ehli kelib oturmiz. Bugünkü meşrepimiz mübarek olsun. Şu musabıqını uyuşturup atkan akıllarımızga çoğun rahmetimizni aytamiz. Aferin. Jigitlarga qani, merhamet. O'rninglarga berib o'tarsanglar bo'ldi. Nayt chiroyli, nayt yaxshi tayyorliginglar bor. Qanday bo'lsa, navbatda Almalı nahiyasidan Dehqon 30 o'g'li saqinda. Merhamet qani. Assalomu alaykum, hürmetlik 30 oğul Meşrep begi. Dehqon Məlisidən yalqulluq salam. Muşu Meşrepke bizden bir şiirimiz battı. Aşını oqып bəsək sizlərə. Uyğurның oğlu biz, Meşrep söyər dehqon biz. Er jutның aldıda Meşrep əhli biz. Yarışardır dopumuz, ay qo'ngandek başlarga. Meşrep oynap çınıqqan Dehqon Məlisining nuri biz deymiz. Tamam bo'ldi mi? Barakallah. Qanday olsa o'rninglarga berib o'tarsanglar bo'ldi. Bir chavak shep qo'yinglar. Jürilaki razmerini deb birdi. Tek hech kim uyushtirmagan ishni mana bu Olmati mashribi mana shu qo'llab-quvvatlagan ishlar bilan birlikda uyushtirib o'tirdi. Bu dastlabki qadam. Shunlashqa karavan yo'lda tuzildi deydi. Maşında yılda yoki mavsumda o'tib tursa, bu meşrep musobaqalari tuzilib, o'zininki bir qelipiga tushdi, texmi rivojlandi. Biz shunga ishimiz kerak, hurmatli qarindoshlar. Sahnada 7. komanda Avezov nahiyasi Do'stlik 30 o'g'li. Assalomu alaykum, qadri qimmatlik, mehri shafqatlik, bir-biridan e'tibor, yuraklarda dadi bor, banklarda qarzi bor. Bugungi Meşrep musobaqasiga qatnashgan barcha qarindoshlarga Do'stlik mashrabidan yolqinlik salom. Ya bir mikrofon bersanglar yaxshi bo'ladi. Sazga. Kafe boylasam deymen, meşrep oynasam deymen, meşrep oynasam deymen. 30 oğul bek bilen billa toylasam deymen. 30 oğul bek bilen billa toylasam deymen. Qasqandı naqsha tımaqdı çaqçaq tunşanla dostlar merhamet. Qasqandı bezme tımaqdı nəğmə oynanla dostlar merhamet.
Özü çağlasın, dilini Mekkem bağlasın, dilini Mekkem bağlasın. Biz bilen oynayman dep, özület bu kalmasın. Biz bilen oynayman dep, özület bu kalmasın. Kaskandı başa, tımandı kakşan, tümcaylar İslam merhamet. Kaskandı bezme, tımandı dekme, oynaylar İslam merhamet. Kazı Paşek bekler mu? Şüştü bir gün besmeske, şüştü bir gün besmeske. 30 oğul aldı da küssün işip kürmekke. 30 oğul aldı da küssün işip kürmekke. Kaskandım akşa, dumandı çakşak, kuşanladı ıslar merhamet. Kaskandı bezme, dumandı negme, oynanladı ıslar merhamet. Oynanla dostlar merhamet, oynanla dostlar merhamet. Vay esel, esel. 1,5 minut. Нақшы minut. таярлығыңла яқшы, таярлығың назар. Әмір үшінші қошал олдық, бірақ нақшыны қасқаң сей қойып кемге қайтып пірістәді. Қап, анда болса, болды ма, қайрам тегді ма? Кәп рахмет. Әмді сілі орнылағы отасаңла болды да. Birinci basqışqa qatnaşqan 7 komandani umdan bir cavab bilan madhiyalab qo'yaylik, hurmatli Mashrab aka. Anda bo'lsa, navbat bilan qozilar a'zolarininki bergan baholarini biz hozir o'sha naq maydonda ko'rsatgimiz keldi. Birinchi bo'lib o'zlarining salomlashish basqışı bo'yicha mahoratini ko'rsatgan Navruzboy nahiyasi Qalqaman 30 o'g'lining baholarini bir ko'rgan bo'lsak. Töt. Ha, töt. 5. Ha, o. Almıştırıp koydunuz mu? Ha, 3. Töt. Oo. Ha, 5 tal töt deyişi en oңой. Qarsa mayda almıştır. 5 qazılar a'zolari birinchi basqıç bo'yicha mana bergan baholani ko'rib o'tirsizlar, töt. Həmisindən oxşaş bo'ldi. Əmdi ikinci qatnaşqan komanda Çelek regioni Çelek 30 oğlunun bahalarını göstərib etken bolsаңlar. Həminlər götürüb alsаңlar, bırakla oxusam. 5, 4. Ay barakallah. Üçüncü bo'lib sahnəyə çıxan Alatau nahiyəsi Alatau 30 oğlunun bahalarını göstərib etken bolsаңlar. Qani. Tən götürüңlər, həmmələrini biz görəylik, ha. 5, 4. Aha. Yezib bilgirib otamsizlar. Hesaplıqçı komissiyada to'liq yezish kerak, keyin oxirida bu yerda spor bo'lib qolmasligi uchun. Mana 3 komandanın sahnələşib bolğan bolsa, 4-cü bo'lib sahnəyə çıxan Bostanlıq nahiyəsi Bostan məşribinin bahaları. Qani həmənlər götürüb alsаңlar, bırakla etsaq. 4, 4. Beşinci, sahnəyə çıxan Turksip nahiyəsi Sultan Qorğan 30 oğul məşribinin bahaları. Həmənlər götürüb edіңlər. Ha, barakallah. 4. Altıncı. Almalı nahiyəsi Dixan 30 oğlunun bahalarını. Almalı nahiyəsi Dixan 30 oğlununki. Qani həmənlər bir götürüb alsаңlar, mən etsəm 4. Barakallah. Yüz bilgir olsunlar Rüstem ya. 7. Avazov nahiyəsi Dostluq 30 oğlunun bahalarını kögən bolsaq. Avazov nahiyəsi axırqı çıxan komanda 4. 5. Assalamu alaikum hürmetlik Mashrab ehli, hürmetli Kapçı. Ben sizlerine bugün Qazılar halk tarafından
22 deb qo'yay Novruz bayrami bilan qizg'in tabriklayman. Kelgan qadiminglarga marhaba. Endi biz bu ip berayotgan musobaqamiz bizningki Olmut shahri bo'yicha birinchi qitim bo'layotganligi uchun bu yerda ba'zi komandalar, ba'zi guruhlar toz degandek tayyorlik qilib kelishga mumkinchilik bo'lmay qolibdi. Undaq bo'lgani biz shu komandadagi a'zolarning hammasi ular san'at ahli emas. Bunday aytgan vaqtda mashrab ahli bo'lsinmi, toz mukammal qanday mashrabning qoida usullariga e'tibor qilib ketishga ulguramigan. Birinchi bosqichdan keyin bu yerdagi nimasi salom. Salom bilan kirish, o'zini tonishtirish. Mundaq degan gap bo'lganda, uning ichiga naqsh so'zlar bilan qo'shilib ketdi. Mayli, uning hech qanday gap yo'q. Biz burunqi deganda shuni degan to'q. Endi bu yerda bizning belgi qo'yganlarimizning ichida meningcha bo'lganda 3 baho olgan odam yo'q. Hamma guruhlar eng to'van baho 4 bo'ldi, yuqorisi 5. Bu mashrabni nima uchun qilyapmiz buni? Deganda buni biz faqat obro'y uchun, nomer uchun qilayotganimiz yo'q. Mushu mashrab ahli begilari bilmagan narsalarni bilib olayli degan maqsad bilan mushu an'anamizni yoshlarimizga o'rgatayli, bizni qolsin degan maqsad bilan uyushtirgan ish bo'lganligi uchun endi bu narsa men deb qo'yishga to'g'ri kelib qoldi. Shaka bo'lmanglar. Kim bo'lsa-bo'lsin, bundan keyin salom qiluvchi odam assalomu alaykum deb salomni durust to'liq aytish kerak. Shuning uchun sizlarga iltimos, ranjimanglar. Hech kimga gunoh otayotganim yo'q. Boyman degandek naqshida u bolalar nima emas. Kasbiy sozandilar, kasbiy naqshi bo'lmagan uchun soz bilan naqshi birlashmaydi. Shuning uchun meni demoqchi bo'lganim, agar osh naqshi yetib kelgan, oshimi bir ish bo'lgandan keyin iniqroq ishsoq naqshi bilan sozni birlashtirsak, bu ikki noyaning naqshida oshda bilinib qoldi. Ba'zi bir noyaninki mashrablarda to'xtab qolish, tenab qolish ahvollar bo'ldi. Bu menda uning bir ancha qochiq nomer tatib ketmadik. İmkoniyat bo'lsa to'lg'aroq tayyorlik qilib, mayl beydetimizmi, mayli naqshetimizmi, soz chalimizmi, soz bilan naqsha albatta birikkish kerak degan mening shaxsiy fikrim. Endi boshqa kishilarning fikri bo'lmasa, asosiy jihatdan birinchi bosqich yaxshi o'tdi deb o'ylayman. Rahmat, rahmat. Bugungi shu musobaqaning o'tish jarayonida bo'lgan balkim kamchiliklar bordi, balkim ortiqchilik bordi, shularni ya'ni aytsak bo'ladi. Shunglashqa biz bu ko'rikni ko'ngillik bir istiqolarda qilib yaxshi o'tkazdigan bizning eng muhim vazifamiz bo'lyapti. Endi salomlash to'g'ri bo'lib ketdi. Endi 1 minut vaqtinglarni olaman. Buni bu mashrab bo'lgandan keyin qo'shib qo'ysak bo'ladi. Men Burxondan akam ruxsat qilgan. Ikki baja deydi bir-biri bilan paranglashib qapti. Biz qinonlarning uyiga borganda sening salomingni to'liq oladi, mening salomim bilan kar yo'q. Yaxshimi tishqima deb qo'ydi desa, cho'ng bachisi debdi-ku yoshqa. Sen o'zing salomni durust vermaysan. Sen salomni durust versan, sana shu qinotli bilan qinona salomni to'g'ri qaytirdi. Sen chala salomlashsan degidek. Qanday salomlash kerak deganda, sen qinotli bilan qinonni ko'rgan vaqtida assalomu alaykum deb beshingni egib, ichingda 10 shikoyini sanasang saloming to'liq bo'ldi debdi-ku. Deyse bu iki baca qinonlarning uyiga beriblar. Yilqi bacaning esi kelib qopti, qinonsiz oldiga chiqqan. Assalomu alaykum debdi, beshini kelib ichida yanvar, fevral, mart, aprel, may. Dekabr deb beshini ko'tasi chiqisi yo'q. Bacisi qarab, qinoti bilan qinon qachon ketgansi 7-oyda ketgan degidek. Shunglashqa hurmatli jamoat, mana mashrab qatnashchilari sorunni ko'ngilga o'tkazib, biz navbatdagi ikkinchi bosqich belgiler musobaqasi. Bugün 7 komandanın belgileri sahneye hoş gelipsizler. Merhamet. Endi bu musobaqada belgiler cevap beradigan o belgilik savollar bor. Şu savollarga cevap berdi. Mening uchun shu to'g'ri. Birinchi bo'yicha Qalqaman 30 o'g'il mashrabninki begi berib, shu yerdan belgilik bir biletni elib, shu biletga javob berishingizga to'g'ri kelib o'tirdi. Marhamat. Biletni olib kelsangiz, bu yerda
iltimos bo'yicha men ko'pchilikka o'qib beradigan bo'ldim. Mashrab qanday boshlanadi? Shu boshlanishini deysiz. Ikkinchidan mashrab bo'limining qaysi bo'limi bo'lmasa, uni mashrab deyishga bo'lmaydi. Bu savol. Uchinchisi mashrabga xonim qizlar qatnashsa yoki xizmat qilsa bo'lamdi degan savol. Ashu 3 ta aniqla javobni berishingiz kerak. Birinchi mashrab boshlanishda 30 o'g'il o'tiradi, jam bo'ladi. Birinchi qozibegi mashrabning boshqarilganini boshlaydi, jaga qiladi. Shundan bilan mashrab boshlanadi. Ikkinchi mashrab bo'limni qandaq bo'limlar deganda mashrabning qaysi bo'limi bo'lmasa, uni mashrab deb aytishga bo'lmaydi. Qaysi bo'limi? Mashrab asosan 4 turga bo'lindi. Yo'q, 4 bo'limi aniq aka. Shuning qaysi bo'lmay qolsa mashrab delanmaymiz buni. Agar qaysi bo'limi yo'q bo'lib qolsa, uni mashrab deyishga bo'lmaydi. Aniq savolda. Mashrabningki da'vo dasturi bor. Birinchi da'vo dastursiz mashrab bo'lmaydi. Tushunishdik. Endi javob mana tushunishdik. Agarda mashrabning da'vo dasturi bo'lmasa, uni mashrab deyishga bo'lmaydi. Ikkinchi javobingiz shu bo'ldi. Uchinchisi, xonim qizlar qatnashsa bo'lamdi yoki xizmat qilsa bo'lamdi? Qatnashmaydi. To'liq javob. To'g'ri. Javobingiz tushunishlik bo'ldi. Endi bu sizningki bergan javobingizga endi qozilar a'zolari o'zining baholarini qo'yib o'tadi. Bayqindaklar biz navbat kelgan vaqtida baholarini o'zingiz bu yerda ko'rib tursiz aka. Bulamda endi bizning navbatdagi Chelak 30 o'g'li Chelak regionidan kelgan. Ha, barakalloh. Bir chavash yeb qo'ysizlar. Ha, siz biletingizni aytib olamsiz? Yo'q, buni navbatga Matratmaydı. Ha, barakallah. Endi savolingizni o'qib berishga ruxsat qilgan bo'lsangiz, biletingiz nechinchiki? Assalomu alaykum, 30 o'g'il begim boshliq. Mening ikkinchi bilet. Ha, ikkinchi biletga, unda men buni qog'ozdan o'qib bersam bo'ldiki. Birinchi savolga bo'lgan javobingiz qanday o'tirishlarni mashrab deb atashga bo'lmaydi? Assalomu alaykum, 30 o'g'il begim boshliq. Mening ikkinchi biletning birinchi savolga javob berishga ruxsat qilinglar. Qanday o'tirishni mashrab deb atash bo'lmaydi deganda, bu yerda mashrabning asosiy qoidasini buzgan vaqtida aroq ichib kelgan o'tirishlarni, aroq ichib o'tirish kelgan har qanday mashrabga tegish emas zotlarni qo'llangan mashrabni mashrab deb atashga bo'lmaydi. Bu yerda masalan birlari mashrab o'tirish mashrab deb ketadi, biroq u har qanday вечеринкlarda, o'yinlarda o'ynaganni mashrab deb atash bo'lmaydi. Mashrabning o'zining qoidasiga xos, o'zining qoidalariga, da'vo dasturiga xos o'ynagan mashrab faqat mashrab deb ataladi. Mashrabda bizning urf odatni o'rgatish, da'vo dasturi orqali odamni tarbiyalash xususiyatlari ega bo'lib bo'ldi. Mana bu mashrab bu asosiy mashrab bo'lib keldi. Al mashrabning sirt bo'lmaydi. Mashrabning qoidalari sirt bo'lmaydi. Javobingiz tushunishlik. Birinchi savol bo'yicha, ikkinchi savol bo'yicha. Ikkinchi savol bek degan kim va uning vazifasi. Bu yerda aytganda mashrabda asosan begim boshliq, cho'ng begim boshliq begimiz bor. U begim boshliq o'zi so'z aytib chiqdi. Beklarning boshliqlari. Masalan, beklarning boshliqlari kim bor? Bizda Qozibek bor. Qozibek u sudya bo'lib hisoblanadi. Paşabek bor. Paşabek asosan 75 ga begim boshliqqa beqindi. U asosan har qanday jazo da'vo dasturlarida tartib qaraydigan bek bo'lib keldi. Ikkinchisi Ko'lbek dedi. Ko'lbek dasxonga ega bo'ldi. Dasxonga qaraydi. Ya'ni shundaqla Darabek deymiz bor. Darabek u asosan sazlarga, sazandaga ega bo'ldi. Agar xususiy bu yerda bek degan kim deganda, agar begim boshliq cho'ng bek degan bo'lsa, begim boshliq cho'ng bek u faqat beklarga va 30 o'g'ilni to'liq qaraydi va uning vazifasi ashlarni tartibga selish va mashrabni to'g'ri boshqarish ishi. To'g'ri. Bu ikkinchi savolga bo'lgan javobingiz. Haqiqatda uchinchi savol. Endi dasxonda o'tirganda choy qaysi tarafdan va kimdan boshlanadi degan vaqtda choy asosan xizmat qilgan bola odam yuqorida cho'nglardan boshlab qo'yib keldi. Cho'nglar bo'lganda yuqorida o'tirgan, to'rda o'tirgan cho'ng oqsoqollardan boshlab choy quyildi va shu so'z. Qaysi tarafdan quyildi shu savol? Qaysi tarafdan? 10 tarafdan boshlab quyildi. 10 tarafdan quyildi. Javobingiz tushunishlik. Sen buni biletlarni yig'ib o'tag'in. Endi men yana bir narsani eskartib ketay. Mumkin qadar qo'yilayotgan savollarga naq qisqacha javob bo'lgan bo'lsa, misolga qancha yil tug'ilding? 1985-yil 23 degan o'xshash. Naqli bo'lsa deymanda javoblar. Ashlaq bo'lsa Nuristiga nur bo'lar edi. Endi 3-komandamiz Alatav 30 o'g'li. Marhamat qini. Begimiz oldiga chiqqan bo'lsa.
Ha, barkallah. Bilet nomeringiz qanday ekan? 3-biletmi? Va, navbat bilan ketib beribdi. Marhamat, birinchi savol bo'yicha javobingiz. Mashrabda qanday tarbiya oladi? Assalomu alaykum, hurmatli O'tso'g'il Begim boshliq Mashrab Ahlivi qazilar. Birinchi savol, mashrab qanday tarbiya qildim? Endi bizda Uyg'urlarda so'z bor, bola ishdan nima xatosh bir ishdan qilsa, u bola mashrab ko'rmagan deydi. Demisizmi, mashrabda jih paradokslarda o nimalarni tatbis qiladigan dastan yeyish, uni keyindan sho'xlik qilmasdan o'ziniki durust tutish, qayerda bo'lsa to'y bo'lamdi, nazir bo'lamdi, ko'pchilikda o'zini to'g'ri chiroyli tutganga shunga nima qilib tarbiya qildim. Ha, barakallah. Birinchi savol bo'yicha javobingiz. Uchinchi savolingiz mashrabdan qaytib boshqa joyga yoki mehmonga berishga bo'lamdi? Endi mashrabdan chiqib uddul uyga berish kerak. O'ziniki ish baramdi, yo'q baramdi. Ha, barakallah. Bir bet qo'shib qo'yay. Endi bir ishlar bo'lsa uyga berib, men mayoqqa ishimga boraman deb, u ish bo'lsa ish. Nima ishga? Nima ishga? Ish bordi, ishqa. Ha, mashrabdan qaytib Nima ishga mashrabni qaytib uyga berish kerak? Nima ishga? Endi mashrabdan uddul chiqib ha, savol bunda qilyapti. Sabab, nima sabab? Savol bunda, ya to'g'ri. Mana savol bo'yicha javob beryapsiz. Bu savolda qo'yilayotgan yeri hamda nima uchun mashrabdan qaytganda udul uyga berish kerak degan savol qo'yilib qo'yapti. Hamda bu tabiiy tug'ilib qo'yapti. Uni bilib tursiz aka. Uni bilib tursiz. Hamda siz udul uyga berish kerak dedingiz. Uningki yana bir javobingiz, agarda kechilik seminarda bir yerda ishlayotgan kishi bo'lsa, mashrab 12 da tugasa chiqib ishga berishga bo'ladi deyapsiz. Endi mayda shu mashrabdan udul uy keldi. Mashrabga davo kelmaydi, uydagilardan, buni mashrab ketgan, yo'qolib ketgan. Ha, mana naq javobingiz mana keldi. Mana javobingiz keldi. Mashrabga dog' keltirmaslik. To'g'ri, mana keldi. Javob keldi. Mashrabga ketgan, yo'qolib ketdi, boshqa joylarga yo'liqibdi degan gap bo'lmasligi uchun deydi. Nayt durust. Anda bo'lsa, navbatdagi Boston mashrabning begi marhamat qilib sizga navbatga o'tirdi. Ya qiziq o'tdi-da, o'tso'g'ini hamda kichkina bir qo'llab, quvvatlab turishlar davomli. Mana bu akalarimiz. Ha, mana sizga bir navbat keldi aka, mana hozir men biletingiz nomerini deb bersangiz men o'qib beraman aka. Mayli, ko'pchilik anglash kerak buning hamsi. Nechinchi biletga sizniki? 5-chi bilet. Xo'sh. Birinchi savolga javob bergan bo'lsangiz, 30 o'g'il degan nima? 30 o'g'il degan mashrab ahli Begim boshliq. 30 o'g'il degan o mashrab ahli, ya. Bu 30 o'g'il, sizning javobingiz mushu bo'ldi, ya. Anda bo'lsa 3-chi savol. Mashrab berguchi dasturxonga hozirlanadigan taomlarning tayyorlanishida kim bilan maslahatlashish kerak yoki kerak emasmi deydi. Mashrab berayotgan odam dasturxonni rostlash uchun biri bilan maslahat qilish kerakmi yoki o'zi bilgincha rostlash kerak? O'zi bilginni qildi, biroq dasturxonda ko'l begim bor. Ko'l begim qaraydi. Dasturxonga ko'l begim qaraydi. Mana kalam, mana javobingiz keldi. Endi intayindas. Yana anda bo'lsa, nihoyatda javoblar qisqa durust oldu. Hem de o itogini özünüz bilsiz neticesini qazlar a'zolari chiqarib berdi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Endi bizning 5-chi komandamiz, xatolashmasak o'qalım. Sultan Qo'rg'on 30 o'g'il mashrabining begi. Birinchi savol bo'yicha javobingiz. Mashrabga bolalarni nima uchun berdi? Assalomu alaykum. Hurmatli 30 o'g'il Begim boshliq. Birinchi savolimga javob, mashrabga bolalarni, urf-odatni, Uyg'urlarning qoidalarini o'rgatish uchun ham tarbiyalash uchun mashrabni o'ynaydi. Mashrabni balani mashrabni shunga berib chiqarib mashrabga. Ha, barakallah. O sizning oxirgi javobingiz. 3-chi savol, qo'lga suni qanday elish kerak? Qo'lga suni olganda endi qo'lga 3 qatim uzib qo'lga su oldi. Yaxshi. Javobingiz. Endi qisqacha javob berildi. Natijasini keyin o'qimiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Qanday bo'lsa bizning navbatdagi qatnashuvchilarimiz Deyxon O'tso'g'ilning begi. Marhamat, javoblarini olaylik. Bir madhiylab oyoq kiyimning eng yuqori bir qancha
Biletiniz. 4-cü biletke. 1-ci sual boyunca cevabınızı anlayalım. Meşrep degen neme? Assalamu alaikum, hürmetlik 30 oğul Meşrep egi. Meşrep degen neme? Meşrep degen o şu Uygurlarning burundan oynap kelayotgan meşrep degen o To'g'ri. sorun o. Meşrep degen şu yaşlarni tarbiyalash. Yaxshi yo'llarga boshlash meşrep degen. Aşağı tushunmayman. Mektep. Meşrepte içimlik yoki chekimlik bo'lamdi. Meşrepte içimlik chekimlik bo'lmaydi. Tak. Cevabını etti. Netice şu yaktan çıktı. 30 oğul terkibide neçe adam buluş gerek? 30 oğul terkibide 8-10 yuqori bo'ldi. Ya bo'lmaydi. Terkib. Qancha bo'lsa 30 oğul bo'ldi. Ha. Adam sanığa çek koyulmaydı. Sizin cevabınız qanchalik bo'lsa bo'laverdi. Rahmet. Cevabınızga köp rahmet. Köp rahmet. Anda olsa biletinizni bu yoqqa o'tkazib etib, bizning navbatda o'z nahiyasi qoldimi? Dostluk. Birinchi savol. Belgiler qandoq saylanadi? Qani. Assalomu alaykum. Meşrep mas'ul kelgan mehmonlarga assalomu alaykum. Birinchi savolga qandoq bek saylanadi degan şu 30 oğulning arasida bek saylandi. Qandoq saylanadi? Shuni to'g'ri. Sizning javobingiz 30 oğulning ichida bek saylandi. Bek saylandi ya. Sizning javobingiz shu. Elib qo'sharingiz yo'q-a? Anda olsa ikinci savol bo'yicha. Qisqa baran qilinadigan o. Yo'q, o qisqa bo'lganda siz bir jumlaning ichiga sig'dira olasizda bu gapning hammasini. 30 oğulning ovozi bilan saylandi. Ovozi bilan. Endi mana shuni bir cümle bilan aytgan bo'lsangiz bo'lar edi. Meşrep belgilerini ochiq saylam aqsini saylaydi. 30 oğul deb deyish kerakdi. Tak, ikinci savol. Davo dasturida qarorni kim tasdiqlaydi? Davo dasturida Pashabek. Belki sizga hamda savol tushunishlik bo'lmagan bo'lishi mumkin. Davo dasturida chiqarilgan ukazni kim подтверждать qiladi? Sizga shunday подтверждать qilgan. Ha, shuni. Eng oxirida shuni подтверждать qilgan. Shu ijro qilinsin yoki to'xtalsin degan. Bek, siz uchun o'yingiz bek. İkinci savolning javobi tushunishlik, anda bo'lsa 3-chi savol bo'yicha meşrep o'ynash uchun yishining cho'ng kichikligi chek bormi? Meşrepte belgidek chekdiki, cheklangan yoshdagi odamlar to'plashib o'ynash kerakmi yo cheklanmaydi? Cheklanmaydi. Meşrepte yosh cheklanmaydi. Tak, 3 javob etilib bo'ldi. Qozilar a'zolarininki hazır nomer kötürüşü bilen biz ikinci basqıç belgiler musabaqasının neticesini körelaymiz desem buludu. Eğer qazılarımız tayyor bo'lgan bo'lsa, meşrep belgilerininki savolları bo'yicha birinchi bo'lib sahnaga chiqqan Qalqaman 30 o'g'lining begining baholarini ko'raylik qani. Hammanglar ko'targan bo'lsanglar, men sanab bilsam, hisoblag'uchi komissiyadagi akamiz yozgan bo'lsa, siz aldirmay mana shunday ko'tarib turgan bo'lsanglar, birdan ko'tarib turgan bo'lsanglar. Birinchi Qalqamanninki 4 Barakallah. 5 tal 4. To'lig'ini aytay. Yezib ulgurgan bo'lsangiz, ikkinchisi Chelak 30 o'g'il begining javoblariga qo'yilgan baho. Hammanglar ko'tarib olinglar, men o'g'lingnikidan o'qay. 5 3 4 2 5 cümle. Üçüncü Alatav 30 oğul begining javobi qandoq chiqdi? Yakunini ko'rgan bo'lsak, Alatav 30 o'g'ilninki. Qani, sabrka sizmi ko'tarib olgan bo'lsangiz? 5 Barkal. 4 keltirsa. Men bu yoqqa ish ko'p ko'rinyapti. Keltirsa. Tak, 4-chi keldikmi? Bostan Meşrebi. Merhamet. Bostan Meşrebi. Begining javoblarini ko'rsatgan bo'lsangiz,
Так, yana bir kişi kaldı. Abliska. Siz cevabını Abliska. Ya eğer ne özünün yazgınını görüyorsun. 5 töt. Barakallah. 5. Sultan Korgan 30 oğulunki. 5. Sultan Korgan 30 oğulunki. Hem ona toluk götürüp alsana. Hem ona... Aha. Kapşık. Aha, to'xtab tursa. Kimga 5? Oldingi o'tganga mi? Bo'stonga 5 mi? Anda olsa bir 5ni tuzaysiz. Bo'stonninki yana bir 5 bo'ldi. Ma'qulmi? Bayqi 4ning o'rnida 5 bo'ldi. Endi bo'lsa, buni bizningki Sultan Qo'rg'onnikini ko'tagan bo'lsanglar. Sultan Qo'rg'on begining javobiga qo'ygan baholaringlarni. Abliska siz. Aha. 4 3 Çavaş deb qo'ysa, e'lashlar. Yezib ulgurayotgan bo'lsanglar, Muhammad Dehqon 30 o'g'ilning begining javobida. Marhamat. Dehqon 30 o'g'ilninki. Begiga qancha qo'ydinglar? Baholaringlarni qo'lingizga olgan bo'lsanglar, biz ko'pchilikka e'lon qilgan bo'lsak. 4 5 7. komanda Dostluk 30 o'g'ilninki begining baholari. Dostluknikini. Xato aytdik. Dostluk 30 o'g'ilninki 7-si. Qani, qo'lingizga evilinglar, men o'qib beray. Qo'lingizga evilinglar, qo'lingizga. Oy barakallah. 4 5 Үлгіріватсыздар ғой? Hesabot komissiyasininki umumiy chiqqan natijani raqamlarni sizlarga aytadi, shunga diqqat bermasanglar. Ikki bosqichning nimasi? Ikki bosqich. Birinchi bosqich salomlashish, ikkinchisi belgilan musobaqasi bo'yicha. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Begim boshliq 30 o'g'il. Endi birinchi bosqichni qilsak, Chelak nahiyasi 24 bola oldi. Almut şehri 30 oğlu 23. Dehqon yeri 20. Dostluk 30 oğlu 23. Bostan 18. Sultan Qo'rg'on 30 oğlu 20. Kalkaman 30 oğlu 20. En töven. İkinci. Alatau nahiyasi 22. Dehqon 30 o'g'li 22. Dostluk 22. Bostan 22. Sultan Qo'rg'on 19. Kalkaman 30 o'g'li 20. Chelak 22 oldu. Dastlab ketdim, bundaq ko'rikka hammamiz qatnashib o'tirmiz. Biz davomliq mashrab o'ynayotgan bo'lsak-mu, mushu so'rinning beshida aytgan o'qigan dokladda diqqat qilgan bo'lsanglar, har yaninki o'zining iqtisodiy sharoitiga bo'la rasm qoidalar sal o'zgartirilgan. Shunglashqa, misolga Yarkatda sal boshqacha o'ynashi mumkin. Almutada azroq o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Biz shuni boshda ogohlantirib o'tdik. Amdisini faqat mashada Qazılar əzalarının qoyğan bahalarından qanaatlanıb, məşu məşrəbnin axırına çıraylı qatnışıb bergan bolsanglar deymiz. Mərhəmət. Endi umumiy baxan kelsak, Chelak nahiyasi 46. Kalkaman 30 o'g'li 40. Sultan Qo'rg'on 39. Bostan 40. Dostluk 46. Dehqon 42. Alatau 45. Şundan bilan Sultan Qo'rg'on 39. Kalkaman 30 o'g'li 40. Mayada yana Bostan komandasi va 40.
40, Sultan Qorganның 30 oğlununki bahası 39 boptu. En töven baha şulan ikke. Әмді ikinci tur boyunca meşedeki Qagan musabaqı basqıçlardan demek o komanda çekiliş gerek. Şundaq mı deymi? To'g'ri, bir komanda chiqdi bu. Bir komanda, bir komanda. Undaq bo'lsa, biz Sultan Qorgan komandasininki mushu bugungi ko'rikka qatnashganlarga ko'p minnatdorlik bildirib, buningdan keyin uyushtirilgan ko'riklarga o'zlarining jiddiy tayyorligi bilan mushu maydonlarda zo'r mahoratini ko'rsatdi deb oq yo'l tilab bir chavoq chek qo'shaman so'raymiz. Qadam so'z. To'g'rimi? Marhamat qilin. Bugün meşrep naiti yaxshi chiroyli meşrepning musobaqasi bu meşrepda qisam undaqda qo'ymoqlar. Musobaqa qatnashayotgan naiti chiroyli tayyorlik qilib ketdi bolalar. Qayaninglar bo'lsin, Çilekten bulamdı, Tursipten bulamdı, hem iş kılıp kandaklı mısın? Vallahi naiti ciddi keldi bu meseleki adamla koşalıklığa erişiyor. Andikin bugün bu meşrini bayı degендek bazı ballarımız vakti kendi davatqınımı kendi qilib qolgan balalar ishki komandaga davatqınım. Bazı balalar vaqtga nim qilmay qoldi. Bazı balalar en addi savollarga javob bermay qoldi. Shuning sababidan ularning bahsi to'g'ri bo'lib qoldi. U bolalarma ish qilib o'sha meşrepga naiti jiddiy tayyorlanib ketdi. Shuning uchun mush qatnashib va qatnashganlarga hammalarga cho'ng rahmat. Deydiğim yana tigi oldimizda bu bolalarning kelajagi oldimizda shu vaqtlarda bu bolalar o'zlarini ko'kitib haqiqiy mushu cho'ng meşreplarningki belgilari bo'lib mushu naiti ko'ngillik o'tkazilganga o'z asarlarini qo'shib ketadigan umidlar bor. Shuning uchun qapchilikli bo'lmasin deydi. 3-bosqich 30 o'g'il musobaqasi. Unda bo'lsa, bu yerda sizlarga tegishli savollar bor. Aşu biletlarni ağaç savollarga sizlar 8 savol bo'ladi. 8 savolga komandadan kimning javob berishi cheklanmaydi. Xalqan adam javob berdi. 8 savolni qo'lingizga ilib, sizlar tayyorlanmoqchi 1 minut vaqt berildi sizlarga. 1 minutning ichida sizlar tayyorlanib olsizlar, andan savolni men o'qiyman, sizlar darhol javobini aytsizlar. Tushunishli qo'bolar. Mana birinchi bo'lib sizlar boshlayapsizlar. Endi har qanday sinoqdan birinchi o'tyapsizlar karvonning beshida. To'g'ri deyman. Marhamat qilganda olsa savollarni mashadan men o'qib beraymi ya ular bilet alam. Kep anda olsa marhamat biletinglarni kimning qo'li yenik. Vah. Men tanlab bering savolni, tanlab biletni bering. Ay barakallah. Nomer bilet. Birinchi, qaranglar, birinchiga birinchi bo'lib chiqibdi. Marhamat. Vaqt to'ldimi? Anda bo'lsa bir mikrofonni beringlar. Birinchi savolga kim javob berdi? Hammasiga siz javob berdigan bo'ldingizmi? Xo'p. Anda bo'lsa savolni men deyman, siz naql javobini aytasiz, ma'qulmi? Meşrepga kechikkan meşrep a'zosi kimning ruxsati bilan kirdi? Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il Meşrepbegi. Bu yerda Pashabekdan so'raydi. Pashabek Qozibek begimni so'rab, shuni begimning ruxsati bilan kirdi. Begimning ruxsati bilan kirdi. Javobini tushunishdik. Ana, ana bo'lsa 4-savolga javob beringlar. 30 o'g'il degan nima deb yozilibdi? Bir meşrep ehli o'ynayotgan meşrep ehlini 30 o'g'il deydi. Xo'sh, bir meşrep ehli. 5-savol ko'chaylik Ko'lbek degan kim va uning vazifalari? Ko'lbek dediğimiz meşrepte dasturxonga tamoqning vaqti chiqishiga qaraydi odam. Dasturxonga yemek içmekka javob bergan o Ko'lbek. Ketdik. 6-savolga Qozibekning gunohkorga chiqargan qaroridan keyin 30 o'g'ilning so'rab elishi bilan tamamen kechirib o'tishga bo'lamdi. Agar 30 o'g'il so'rab olsa, kechirib o'tganda bo'lamdi. Qaror chiqarib bo'ldi. Bo'lmaydi. Qozibek chiqadi, hukmni ama 30 o'g'il so'rab olishga bo'ldi yerimi jazosini. Ama uni kechirishga bo'lmaydi. Sababi Qozibek chiqadi. Hesab. So'rab olishga bo'ldi yer. Javobingiz tushunishlik. Javobingiz oxirgisi mana. Qanday bo'lsa 8-savol ko'rpa qayerdan va qanday selinadi deydi. Ben töridan ish qarab selindi. Töridan ish qarab selindi. Bosuga qarab. Yuqoridan tuvanga qarab serildi. Shu ko'rpini selinishni ko'rib berasiz. Ko'rpa chiqinglarchi. Barakallah. Endi buni sizning ekran, buni basangiz bo'ladi. Tak, anda bo'lsa marhamat qiling. Oho.
Ya yegsep uxlab qolmayman sen bu. Shu ko'rpaning to'g'ri selinishini ko'kitsiz. Qani? Ya bir komanda chiqishdi. Ha, qani, ha. Komandadan kim javob bersa bo'laverdi. Jim o'sha shuni asli chiqamanglar. Boshda aytib ketdik. Ha, qo'y. Tak. Ha, qo'lashni qilib tutish kerak. Bir odam qanday oldi bir odam, ha? Bir odam sepib qanday qiladi? Har odam ishkadan bo'lmaslar bu. Ha, to'xta. To'xtanglar. Ko'rinishga qaranglar. Bo'ldi, aytinglar ko'rpini. Qani? Ha, anda bo'lsa oxirgi javob to'g'ri. Ya oxirgi javob to'g'ri bo'lib hisoblandi. 8-chi javob tutdikmi shuni? Ha, ya qolgan javoblarni hammani bu yerda qarab o'tirdi. Uni men xato durust demayman. Sizlarga rahmat. Bunu komandanınki birinchi shu 5-8 savolga bergan javoblaringlarni natijasini qazla a'zolari chiqirdi. Yer ajoyib bo'ldi-da. Sening deganing, sen avval Davidchi kerakdi Daniel. Xo'sh, Akbarjon, qanday rahmat. Qaysi Davidchi kerak bilamsan? Kirgan vaqtida buni uyda bosoq tarafni qatlashib qo'yishga bo'lmaydi. Durust-ku, sababi uyaga Daniel kelsa putush ketadi. O qo'ylashdi. Xo'sh. Anda bo'lsa chelak. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Komandani o'rtasiga chiqarib ruxsat. Marhamat. Sahnada chelak 30 o'g'ri. Marhamat. Endi o'zim bir chavak bilan qo'llab turaylik-ku. Bilet numaramiz. Kaçta nomer? 4-chi nomer. Vaqt to'ldimi? To'ldi. Xo'sh. Vaqt to'ldimi? Qani, kim javob berishini qat'iy nazar? Siz javob beradigan bo'ldingizmi? Assalomu alaykum, O'tso'g'il Begim boshliq. 3-turdagi musobaqaning savollariga javob berishga ruxsat qilinglar. 4-bilet. Meshabning qanday shartlari bor? Meshabning asosiy shartlari O'tso'g'il do'pi kiyib kelish kerak va yoqliq ko'ylak bilan kelish kerak. Va kechikmay kelish kerak va saq kelish kerak. Ishmay chekmay kelish kerak, saq kelish kerak. Asosiy shartlari shu. Uydagi meshabda pashabning buyrug'i bilan o'ldirish turlari qanday? O'tirishning turining asosiy atlarini bilmayman, biroq ko'z talayman. Barkallah, siz uni dalamaysiz, biroq o'tirish misolga. Buni qanday o'tirish deydi? Bu atlarini bilmayman, biroq meshabda o'tirish bor. Menga deyishga bo'lmaydi, sizning to'g'ri. Ya'ni o'tirishning bir qismi bor. Uni o'ng putini o'ng-putiga yonpashdan o'tirdi, so'ng putini qo'lida qilib o'tirdi. Tushunishlik, hammalar. Ya, bo'ldi. Qarang, 3-chi so'roq. O'tirishlarni ko'rsatadi. Ya'ni 3-chi o'tirish bor, u odam odam yomon jiq ketganda, qisqa bo'lgan vaqtida, ya'ni ikki tuzilmada o'tirdi-da. Ha, barakalloh. 3 o'tirishni ko'rsatdingiz, biroq endi ismlarini atamadingiz, qara. Ismlarini endi bo'ldi, tushundim. Topmaysizlar. Pashab degan kim va uning vazifasi? Pashab degan bu asosan tarbiyaga qaraydigan va umuman bekka beqindigan bek pashab bek deb qolindi. U pashabning vazifasi meshab vaqtida tartibga qaraydi. Kim sho'x qilyotdi va kim masalan ruxsat so'rab chiqadigan vaqtida pashab hammasiga sap-sap qarab turdi va agar birlari sirtqa chiqadigan joyda bo'lsa, meshab pashabdan qo'l ko'tarib so'raydi, pashab beklardan ruxsat so'rab orqali ya'ni chiqardi. В общем, bunday aytganda pashab bo'lsa shu meshabning ichida qanday bo'ladi, nima bo'ladi, hamsi qarab, bekka beqindi, tartibga qaraydi. Unda bo'lsa Sayibxonning da'vo dasturiga tartqil bo'lamdi deydi. Sayibxonning da'vo dasturiga tartqil bo'lmaydi. Sayibxon tartqili bo'lmaydi. Sayibxonning da'vo dasturi tartqil bo'lmaydi. Keyingi meshabda shu sayibxonning xatolarini da'vo dasturi aytqil bo'ldi. Tushunishdik. Javobingiz to'liqlandi. Gultayoqni qaysi vaqtida qo'lindi deydi. Gultayoqni aslida pashablar qo'lindi, uni askartish ritida va jazo vaqtida qo'lindi. Gultayoq shu zamonda qo'lindi. Jazoda va tartibga serish vaqtida qo'lindi. Askartish vaqtida askartish va jazo vaqtida qo'llanildi deysiz. Va meshabning boshlanishida Gultayoqni aytib ketgandek, Gultayoq kelgandan keyin meshabning boshlandi. Gultayoq kelgandan keyin meshab boshlandi. Tushunishdik. Sizlarniki endi shu javoblaringlarni endi o'zinglar bilsizlar, hozirda baholab, qolganda natijasini aytadi. Unda bo'lsa
Ruxsat mı? 30 oğulga oturdığanға? Qani, marhamat. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Navbatdagi komandamiz. Saqinda. Hadi ben xatolaşmasam, navbatda Alatau 30 oğul bo'lish kerak, ya? 3-chi komanda. Qani bir chavash yeb qo'yilichi. Men hiylab turaylichi. Vaqt bo'lgan bo'lsa, marhamat qani javobga kim chiqadi? Ha, o'zingiz chiqamsiz. Marhamat. Qani ham davasa sizga oxir tilaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il begim boshliq. Birinchi mashrabni kim boshqardi? Mashrab boshlangandan keyin mashrabni Pashabek boshqardi. Ikkinchi navbatdagi mashrabga olmani hozirlan siz o'qib beramsiz? Sababi nima? Navbatdagi mashrabga olmani hozirlashning sababi nima? Misolga bu mashrab bitib, oxirda olmani navbatdagi mashrabga deb nima uchun tayyorlaydi degan savol bo'lish kerak endi. Bu birinchidan buning ikki nimasi bor. Javobida birinchisi uni uyga berib, mana mashrabning kelganimning belgisi, mashrabga borganimning belgisi bo'ladi. Birinchi. Ikkinchisi, andiki mashrabga bizniki nima chaqirayotgan sahibxona, mashrab olgan sahibxona taklif nomi o'xshash qilib beradigan narsa. Sizning javobingiz uni chaqirish retida berib o'tiribsiz. Ha, 3-savolga. Mashrabga hozirlangan taomlarning vaqtini kim belgilaydi? Taomning vaqtini Kulbek belgilaydi. 30 o'g'ilni kim boshqardi? 30 o'g'ilni begim boshliq boshqardi. 6-savol. Arzi qilguvchi Qozibekning gunohkorga berilgan jazosiga qarab kechirim so'ralamdi. Kechirimga so'ralamdan. Men savol shunday yozib qoldim. Jazoga mening tushunishimcha bu yerda bizning mayda boshqachalar yozilib qolgan yo biz durust tushunmadikmi? Jazoga tatgan odam o'zining jazoga tatgan odamni yaxlalamdi degan gapmi? Misolga siz birsiga arzi qilgan bo'lsangiz, Qozibek uningga chiqqan jazo ig'ir bo'lib ketmasa, shuningdan kechirimni o'zingiz so'ralamsiz. Shunga kechirim qilaylik deb Qozibekdan so'rasangiz bo'ladimi? Siz arzichi bo'lgandan keyin men so'ramayman. So'ramaysiz. Dalishi. Jazoning qandaq yenik turlari bor. Masalan, qandaq usullarini qo'llanasizlar. Sizlar mashrabda. Biz mashrabda voy bizning yenik turi yo'qmi kiton? Biz o'ldiraymiz şimdi. Qirib ketmiz degan. Endi hurmatli 30 o'g'il begim boshliq yenik turlari jiq. Biz 30 o'g'ilga yeni kerak jazo bo'lsin desak, havoga usul o'ynatamiz. Birinchi usul. Bu yerda qanchasiga o'tish kerak deydi? 3'sini. Nimishga 3 bilgin depasni yenik jazolarni. Xo'sh, yenik. Yenik jazolardan havoga usul o'ynash. Bir hayvonlarni do'rab berish. Ikkinchisi, uchinchisi bo'lsa, üçü chiqib, okay. Surat solgan. Ajoyib, yomon yosh ko'rmasdim men o'zim. Xo'sh, tamg'i suratini selish. Xo'sh, 8-surat selish. Gul tayoqni. Axir. Gul tayoq degan nima? Gul tayoq degan bizning 5-da o'rganganimiz gapni o'chiqib biz gul tayoq deb o'rganmabdimizga oldida. Bayroq deb o'rganibdimizga. Endi mening o'yim gul tayoq deb hozirmi o'tdik gul tayoq deganga. Biroq shu bizning mashrabimizning bayrog'i deb sanaymiz shuni. Barakallah. Endi javoblarni anladik. Sizlarga rahmat. Buningdan buyuqligimi davomli tirishinglar. Sizlarga utuq tilaymiz. O'rninglarga o'tasanglar bo'ldi. Yana diqqat qilsizlarki, mana bu yerda baholar qo'yilyapti. O'zaro maslahat qildigan yerlari bor. Uning hammasi to'g'ri tushunsa deb o'ylayman. Endi biz navbatdagi 30 o'g'ilni sahnaga chaqirdirganga ijozat bo'lsa. Ruxsatmi? Navbatdagi 30 o'g'ilni sahnaga chaqirdirganga. Boston mashribi. Marhamat. Agar vaqt to'lgan bo'lsa,
Qani, unda bo'lsa, navbat sizlarga ketib boradi. Mikrofonni Masha akamizga uzatgan bo'lsak, birinchi savol bo'yicha sizning javobingizni anglaylik. Unda bo'lsa, mashrabga kirganda qanday salom berdi? Assalomu alaykum. Hurmatli 30 o'g'li begim boshliq. Endi mashrab bo'lganda ko'sish kerakmi? Xo'p, qapshi. Mashrab kirishning qoidasi assalomu alaykum 30 o'g'il begim boshliqqa salom berib mashrab kiramiz. Birinchi javobi ketdi. Birinchi javobingiz. Bu shu oxirgi javobingiz. Hurmatli o'tig'il, ana shu atir har xil deymiz, har doim endi. Assalomu alaykum begim boshliq, hurmatli o'tig'im deydi. Assalomu alaykum o'tig'il begim boshliqim deydi. Lekin o'sha durust atilishi asli. Assalomu alaykum hurmatli o'tig'il, mashrab begi deyish kerak-ku. O'shundan biroz biz shug'ullanib baqdik. To'g'ri atilishi assalomu alaykum hurmatli o'tig'il, mashrab begi bo'ldi. Buningdan keyingi mashrabda shunda desak deysiz. Anda bo'lsa ikkinchi savol. Mashrabni yilning qaysi fasllarida o'ynagan? Mashrabni bu mashrabning asli burungi bizning ajdodlar oti bo'limiz dehqonchilikni yig'ib olib, kuz paytida mashrabni boshlagan. Barakallah. İkinci cevabımız. Üçüncüsü, meşrep azası meşrepke sebepsiz gelmese kandak ceza kollunudu. Sebepsiz gelmese onu 30 oğul işidir. Dava dasturda. Onun günahı itilip eşede o yeşilidir. Ahırkı cevabımız şu ya. Anda olsa dava dasturda hükümünü kim çıkardı? Dava dasturda hükümünü Qazibek çıkardı. Günahkar öz günahını setip elişki bulamdı. Özünün günahını setip elişki bulamdı. Setip elişki buludu. 30% setip buludu o meşreblerden de. Kağında kasık sek koysak desin. Özü, misal için ben günahkar olsam, ben özümün günahımını setip ağılı bulamdı. Olmaydı. Babamda. 30 oğlu işi de onu. Ahırkı cevabımız şu ya. Anda olsa... 30 oğlu işi dediniz mi? Bulmaydı dediniz mi? 30 oğlu işi de o. 30 oğlu işi de o. Guvaçılar kandak vakitte kollunudu. Misal için iki adam guvaçı olsa açlarını kandak vakitte kollaydı. Dava dasturda guvaçılar kollunudu. Tak. Anda olsa... Ordudan çıkış kayıdısı kandak. Ordu çıkan kirgenlik keyin bütün yeshib endi bu ish masalasi. Gilan bormi? Chaqan. Ordudan chiqish deydi-da, ordudan chiqish. Shuni faqat ko'rsatib berasiz, chiqqanda qanday chiqadi, shuni chaqan. Yalla balla yardım qilinglar. Qani, ha, mana. O, mana. Bo'ldi. Orada kirib chiqishni ko'rsatdi. Hozir davlatimiz keyin deymizmi? Endi qaranglar, ha, ko'rinish ko'rsatib turibdi. Ha. Diqqat qilaylik. Qozilar. Hurmatli qozilar. Qani ordagi odamning chiqishini ko'rsatib. Chiqishini ko'rsatamanmi yo butunlay ko'rsataymi? Chiqishini. Chiqishinimi? Ha, mikrofon. Diqqat qilinglar. Jazo ep oldunuz, endi chiqing. Sizning javobingiz. Rahmat. Anda bo'lsa 8-savolimiz. 8-savolimiz siz ordudan chiqib ko'rdinglar. Mashrab novuti sizga kelganda, siz dasturxonni mo'l yeyib, hattoki ortiq qimmat baholi taomlarni 30 o'g'lingizga rastlashingizga bo'lamdi. Navbat sizda. Shu vaqtda mashrabda. Endi uni asli sırapçılık bo'lmash kerak, bo'lmaydi. Sırapçılık bo'lmash kerak. Sizning javobingiz bo'lmaydi. Shunaqa. Bo'lmaydi. Xo'p, anda bo'lsa 8 savolga to'liq javob bergan komandaga ko'p minnatdorlik bildiramiz. Bir chavaklar bilan qani o'rniga o'stib qo'ygan bo'lsak, marhamat qani. Rahmat 30 o'g'il. Deyxon 30 o'g'ilni keldik qo'daymi?
Merhamet. Qanday bo'lsa, Mashrab ahli vaqt to'lgan bo'lsa, mikrofonni sizlarga uzatayli. Mashadika bizning, mana mikrofonimiz. Men birdan savolni o'qib beraymi yo o'zingiz o'qib beraymi? Anda bo'lsa, 6-bilet bo'yicha sizning birinchi savolingiz. Mashrabning har bir a'zosi Mashrabning rasm qoidalarini ham bagnaning vazifalarini to'liq bilish kerakmi? Assalomu alaykum, O'tso'g'il begim boshliq. To'liq bilishi kerak deyman. Sizning javobingiz to'liq bilishi kerak. Ikkinchi savol. Mashrabga mashrab a'zosi ma'lum sabablar bilan itib qo'yib kelinmay qolsa, u masala qanday qaraladi? Siz it qo'yib mashrabga kelinmagan bo'lsangiz, navbatdagi kelasi mashrabda sizning masalangizni qanday qaraydi? Endi ma'lum bir sabablarni burunroq itib qo'ygandan keyin menimcha uni qarmaydi endi. Uni qarmaydi-da. Sizning javobingiz shunday. Uchinchi, Qozibek degan kim va uning vazifasi? Qozibek degan u sudya, endi hukmlarni chiqargan. Mashrabning hukmi, mashrabda jazo hukmi chiqargan sudya. Jazo kechirim emrimni chiqargan kishi. Uning vazifasi shu. To'liq javobingiz shu bo'lsa, 4-chi savolga ko'chamiz. Qozibekning gunohkorga chiqargan hukmidan keyin 30 o'g'ilning so'rab elishi bilan qanchalik mo'ljarda kechirgili bo'ladi? Masalan, Qozibek bir odamga hukm chiqarib bo'ldi. 30 o'g'il so'rasa, qanchalik mo'ljarda ashuni kechirishga bo'ladi? Inji qaşı 20 gacha deyman men. 50% deb hisoblansa. Sizning javobingiz 50%. 50%. Anda olsa 4-chi savol, qanday paytda baglarni o'rnidan elish kerak? Agarda o'rnidan 5-chi savol. Qanday paytda baglarni o'rnidan elish kerak? Zapasim qilish kerak. Gunohlari bo'lgan bo'lsa, bagning gunosi bo'lsa, bagning gunosi bo'lsa, yo bo'lsa og'rib qolsa, tan salomatligiga bo'ladi deb bilaydi buni. Har turli bir ishlar chiqqandan keyin o'zining ham uy ichidagi bir ishlari chiqqasa, ivitish kerak o'zida. Ivitish kerak. Endi o'zi so'raydi-da, o'rniga meni. Agar o'zi so'ramasa, endi uni 30 o'g'il ishdi deyman. Ha, xo'p. O javobingizni yana shundaqli o'z vazifasini atqiramsa o'rin deydi. O'z vazifasini yetakchi bo'lamsa. To'g'ri. 6-chi savolingiz. O'rniga tushkichining gunosi bor yo'qligini kim ayirib berdi? O'rniga tushgan odamning gunosi bormi yo'qmi shuni kim aniqlaydi eng oxirida? 30 o'g'il. 30 o'g'il. Javobingiz qisqacha 30 o'g'il bo'ldi. 7-chi, Sayibxonni o'z uyida taomga nisbatan davo dasturiga tatsi bo'lamdi. Misolga, jozini andaq raslabsa, mundaq raslabsa deb o'zining uyida Sayibxonni jazolashga bo'lamdi. Bo'lmaydi, uni keldigan mashrabda yeshidi uni. Uni keldigan mashrab yeshidi. 8-chi savol. Gul tayoq mashrab jarayonida sunsa, uningga javobgarchilik bormi? Uningga bor javobgarchilik bor uning. Uningga javobgarchilik bor, Bor. Anda olsa 8 savolga javobini angildinglar. Bahoringlarni yezib o'tag'aysizlar, 30 o'g'ilga rahmat. Bundan keyin aql tilaymiz. Rahmat sizga. Rahmat. Avezov nahiyasi do'stlik 30 o'g'ili. Bir chavaqlar bilan qo'llab turaylik. Birinchi savol. O'zingiz o'qasizmi, o'qaymi? O'qib beray. Mashrab ko'ygan va ko'ymagan bolaning farqi qanday? Mashrab ko'ygan va ko'ymagan bolaning farqi endi qanday bilgin bo'ldi? Har holda salomdan, menish turishidan, cho'nglarga hurmatidan va hurmat qilmagandan bo'ldi. Men ashtaqa deb olma. Shuningdan mashrabninki, mashrab ko'ygan, ko'ymagan bola keldigini farqlab olamiz. Har holda salom qarab bilgin bo'ldi. Assalomu alaykum aka deb kelsa, bu mashrab ko'ygan bola dedi. Salom bratan deb qo'ysa, mashrab ko'ymagan deb qo'ydi-da uni. Endi bundan javobi tushunsak. Endi ikkinchi savolga darhol keçelim. Da'vo dasturida Pashshab begim mashrab ahlini o'ltirish shartlariga qanday taklif qildi? Pashshab bek qanday taklif qildi o'tirish vaqtida? Misolga gunohkor bo'lsa, avval deydi. Salom berdim o. Yoki bo'lsa, soz vaqtda so'z. Savolni to'g'ri tushunib edim. Pashshab bek mana da'vo dasturi bo'limi boshlandi. Shu vaqtida 30 o'g'ilni qanday o'tag'izdi? Qo'shtiz marhamat deydi, hammasi qo'shtiz qilib kutdi. Undan keyin gilam qo'yil bo'lgandan keyin bekdan so'radi. Bek boshlash ruxsatmi? Bek ruxsat bergandan keyin boshlab mangsa. Sizning to'liq javobingiz bo'sh bo'ldi hisoblandimi? Anda bo'lsa biz
To'xtab turinglar. Diqqat qilinglar. Shuning bilan boshlandi bo'ldi. Tepşik dikkat kılın şuna olan başında. Üçüncü sual. Günahkar özünün cazasını setip almakçı bolsa, onun mölçerini kim belgilep berdi? Ya misalga baytın beri dedi o setiliş bolmaydı o da. Eğer ruhsat bolsa. Ulanın cevabı. Setvelişki bolmaydı degen bayıkı 30 oğulun cevabı. Bolamdı, bomamdı onu keyin ayada deydi. Sizin cevabınız. Eğer setvelişki bolsa onu kim aşının mölçerini kim mölçerlep berdi şu cevabını? Eğer bolsa kança kim belgilep berdi? Kim belgilep berdi? Bek belgileyiş gerek. Kazbek belgileyiş gerek. Kazbek. Bek bilen mesletişip. Tak, andak olsa dikkat kılayını. Tak dikkat kılayını. Cevabı qanday oldu şundan? Kim belgileydi? Aniq cevap ne? Kazbek belgileydi. Kazbek belgileydi. Sizin cevabınız şu bolsa. Dördüncüsü, erzi düşken cevapkar orduga kimning buyruğu bilen kirdi? Bana birisi erzi qilgan bolsa, men orduga kimning buyruğu bilen kirme? Bekning buyruğu bilen. Paşap, beginin buyruğu bilen men kirme şu yerge. Paşapning bekning buyruğu bilen. Men kirmenke beginin Paşapning buyruğu bilen. Bekten sonra Paşapning mı beginin mi? Enik bolsun. Bu sual hesaplanmamdı. Tak buna kılaydı. 5. sual. Orduga kiriş kaidisi kandak? Pravila. Kaide, kandak orduga kiriş. Kaidisi. Birinci salam berip, ayak kiyimini yiyişip, altışlap kirip, kençilep çıksa. Sredniy cazani kandak berdi? Kandak oldu? Sredniy caza degen kandak oldu? Hem sredniy yinlik caza bolganda hava oynap beriş boldu. Orta caza. Orta caza bolsa. Orta caza. Hani orta degen aşı. Belik tutuşlarım boldu. Hem jıqqı yenik orta caza. Yenigi o'ttirisi ig'ir jaza. 3 turga bo'lib o'tadi da aytganda. Yenik boldu, ig'ir boldu, hem o'tirdikim boldu. Ha, shu o'ttirdikisining qandayroq bo'ldi? Belik tutuş, samsi yiqish, samsi yiqish, hava g'usul o'ynash. Tushunishlik. Xo'sh, qani. 7. savolga ko'chsak bo'lamdi? Bo'ldi. 7. savolga ko'chsak, gul tayoq jutsa javobgarchiligi qandaq? Agar gul tayoq jutgansa, uning qandaq javobgarchiligi bor? Gül tayak jutsa, jutgan adam bir mashrabni bo'yniga elib, gül tayakni keyingi mashrab eklib, kechirim so'rab, ashtaq bo'ldi. Mashrab gul tayoqni jutgan adam uni bir mashrab berib, kechirim so'raydi. Gül tayoqni o'rniga qo'ydi. Bo'ldi. Qani. Sizning javobingiz. 8. savol keldik. Dasturxonning qoidasining buzilgan yoki buzilmaganligini kim belgilaydi? Dasturxondagi qoida buzildi yoki buzilmadi deb kim dalalaydi? Kim chiqirdi unga? Bek Qazibekni so'raydi. Oy, Ko'lbekni so'raydi. Ko'lbekni so'raydi. Sizning oxirgi javobingiz Ko'lbekni so'raydi. Ko'lbek arib berdi, ya. Anda bo'lsa, sizlarning javoblaringizga ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Mana o'sha 3-bosqichniki oxirgi komandasi o'zining tegishli javoblarini berdi. Endi men bu yerda ijozat so'rayman, xatolashmasam bir ozroq tanaffusni va'da qilgan edi. Agar ijozat bersa, shu biz tanaffusni o'rinlashtirib olsak. Hurmatli qozilar, boyaqi 3-bosqich bo'yicha 30 o'g'il musobaqasining baholarini hozir sizlar endi o'zinglarning daftaringizga qarab ko'tarib turadigan vaqt yetdi. Unda bo'lsa, birinchi bo'lib sahnaga chiqqan Qalqaman 30 o'g'lininki javobiga qo'ygan baholaringlarni ko'targan bo'lsanglar. Hammanglar to'liq ko'tarib olsanglar, men atsam hisoblovchi komissiya yozgan bo'lsa 4 5 4 Yazıp oldu o. İkincisi, çeyrek 30 oğlunun ki bahaları. Yani bir, 4, 3, 5. Endi Alatav 30 oğlunun ki bahaları.
Алатау 30 oğulunun bahaları. Qani Alatauniki. 4 5 5 Bostan meşrubinin bahaları. Bostan meşrubinin bahaları. Bostan meşrubu. To'xtab turinglar, kichkina ko'tarib turinglar, kichkina ko'tarib turinglar. Hamda iltimos sizlardan, hamda Sabrka, siz bahoni ko'targanmisiz? 4 5 5 5 5 Anda olsa Dixan 30 oğlunun bahaları. Dixan 5 5 5 5 5 Saplı 5 En ahırda Dostluk 30 oğlunun bahaları. Dostluk. Dostluğunun ki bahaları. 4 Qani yana bir yana bir qazi azasi. Qani. To'xtanglar. 4 5 4 Endiki növbət özənglərdə. Assalamu alaykum 30 oğul degan başlıq. Bugün endi bunu birinci qitim bo'layotgani shu uchun nihoyatda ko'ngillik yaxshi bo'lyotdi. Hammanglarga birli deydigan biz cho'ng bo'lib qoldik. Milliy hissiyat bo'lib, turli diniy xurofotliklarga, turli alkashlik ishlarga berilmay, yoshlarimizning mashtaq kelib qatnashmaganiga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Bo'libmi Turksip rayonining bolalarının hammasining bir xil qirqib qo'ygandek yosh bolalarni yig'ib akaganiga begimga ko'pdan ko'p rahmat deyman. Rahmat. Qani, sho'tnikamizsa? Anda bo'lsa, umumiy hisobini siz chiqarib aytgan bo'lsangiz, endi bu bosqichda men xatolashmasam, ikki komanda o'yindan 3-bosqich chetlash kerak. 3-bosqichning hisobini. Assalomu alaykum yana. 3-bosqich. Alatav 30 o'g'li 22. Dixan 30 o'g'li 25. Dostluq 30 o'g'li 23. Bostan 30 o'g'li 24. Kalkaman 30 o'g'li 21. Çelek 30 o'g'li 20. Endi bayatın Moşu Meşrep'te bunlar aytganda qo'l uzmay yazdan qilayotgan So'qrat inimizdan bir jup latifa anglab qolaylik. Bir chavak bo'lsa. Yaxshi gap, yaxshi. Rahmat qildi. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il begim boshliq. Bugungi barliqlarni bayramlar bilan tabriklaymiz. Bugungi Moşu millatimizning orasida bo'layotgan Meşrepimizning konkursini uyushtirgan Burxon akamiz boshliq, barliq Olmos shaharlik Uyg'ur yigit boshlarining bugungi mana Meşreplarni muborak bo'lsin deyman. Baytan beri nihoyatda chiroyli 5 yildan boshlayapmiz. Biz o'ylagan Sulton Qo'rg'on yoshlarga cho'ng bir rahmat. Kelajagimizda o'sha ota-bobomizdan kelayotgan Meşrepimizni kelasi yoshlarimizga davomlashtirilgan mana yosh bolalarimizga ularga bir rahmatimizni aytamiz. Hammalar bir cho'ng bir rahmat endi mayda Meşrep boshlanmadi, latifa deb chiqarib qo'ydi. Meşrep emas bu konkurs, men Meşrep til chaqchaq qilma. Bugun ko'nglimiz yerim ancha so'zlayapmiz. Yerkatdan nurg'ul odam kelmabdi. Nurim seni chuqurga chaqiryapti. Meşrepni kavmant qilmaydi qilsizlar degandek bo'ldi. Nurim kuhniga qarab maqdim kavmant qilmaydi. Bugün, Ya menekini yegini bo'lmaydi Sabrka. Moş Nurim niyali, moş yaqinda haramlarga berib keldi, moş halol, haqqizmish. Nima degan pishiq bola mana dod sepagan xotin bul teq turyapti, haramlarga berib keldi. Biz Rustam ishkimiz 3-4 xotinni nomiga olsak, dona berib keladi, qina. Mening bir savolim bor Burxon aka. Meşrep ahliga 4 xotindan nurg'un og'in bo'lamdi. Hayvanatlar bo'ldi, o'taklar bo'ldi. Rustam sen meni qatarib qolmaysan adashqa. Oxirgisini qo'yib.
Mana Latifek. Hoş, kene, merhamet. Başındık mı? Hemen de olsa. Umumiy hisob. Alatau 30 o'g'li 67, Dixon 67, Do'stluq 69, Bo'ston 64, Kalkaman 30 o'g'li 61, Chelak 30 o'g'li 66. Manonla en umumiy 3 bölümde en azalgan 61 Kalkaman. Yani birisi Bo'ston 64. Anda olsa 4-nji basqışqa kötürüldük. Ha. Söz var mı? Ha, merhamet. Umumiy bir. Assalamu alaikum 30. Assalamu alaikum 30 o'g'il. Muşu ben fakat işkiğiz izahat berem şu bahalara. Şimdi soğallar sizler görüyorsunuz, şimdi soğallar her türlük. Bazı soğallar ki o çok inik cevap verildiğin soğallar, bazıları kındek mürekkeberek. Şunun ki bizge şu jüri azalarına biraz şu soğallara yaxşırak neme baha beriş kıyınarak oldu. Çünkü bırak şundak basma biz eğer to'liq javob beramiz sanlama endi asosiy ideyalar bo'lsa shularni to'liq javob bergan deb hisoblayapmiz. Shuning uchun biroq her holda shu baholash jarayonida endi u bir qiyin jarayon, har turli nimalar bo'lishi mumkin. Hozir shu 5 odam baho berayotgan ekan, baholar tangshilib, menimcha tangshilib, birsi azroq bersa, ham birsi jiqroq beradi. Shuning uchun umumiy natijasi menimcha obyektiv chiqyapti baholar. Shuning uchun bu yerda hech qanday qiyinchilik bo'lmashi kerak. Biz dedik, bizning prinsipimiz shu olimpiyaskiy prinsipga o'xshash главное участие, а не победа degandek, shu qatnashayotganlaringlar eng muhim narsa shu sizlarning qatnashganliginglar. Shuning uchun ondan keyin mashrab nima bu birinchi qitim mushtaq nima bo'layotdi, musobaqa bo'layotdi. Mashrabni biz canlışımız gerek. Şunun şu faaliyet yapıtıdı. Hemmanlarga rahmet, yaxşı tayyorlanıp kelganlarga rahmet. Yani qolganlarga ham utuq tilayman, yana bir bosqichda. Rahmet. Rahmet. İkinci basqışta birinci bo'lib meydanga keldigan Chelak 30 o'g'li. Bu basqış davo dasturidan ko'rinish. Belgilik bir ahvolni aytidi, mashrab ahlida yuz bergan ahvolni aytidi. Shu ahvolni davo dasturida qanday yishidi? Shuni bu yerda bizga namoyish qilib berish. Anda bo'lsa, chavog'inglar bilan Chelak 30 o'g'li sahnada. Sizlar davo dasturining ko'rinishini mashada saxillashtirib berishinglar kerak. Haqiqiy turda qamlashtirib berishinglarni umid qilamiz. Qanday bo'ladi? Qozibek nim deydi, Pashshab qanday o'rindaydi, jazolanguvchining roli qanday bo'lsa, marhamat, biringlar kelib mashadan savolni olgan bo'lsanglar. Mayda, ustallan balla qani. Ustal kerak bo'lsa, hayt o'ytaysizlar. Ustal. Şu üstellerde şu basqış tüküşü turdu deyme xatalaşmışsam. Şu 4-nji basqış ötküçe üsteller orunda qalıvergini duruz. Anda olsa sizlerge berilgen tapşırma şundak. Bununla tayyorlik vaqti ketmeydi aslida. Sizler derhal orundaysizlar, sebebi her qanday ahvolni mashrab yeyishning yo'lini bilish shart. Şoňlaşqa deydiganimiz ikinci bilet chiqdi. Buningda savolimda masalan Ahmet özünün salametligi bolmay ağırbatımen dep yalgan etip meşrepke katlaşmadı. Bırak şu günü ispatlar bilen bir toyda onun sağ salamet oynap jürgenligi eniqlandı. Mana erzi düştü. Bu meseleni moşu top kandak yişidu. Assalamu alaikum, hürmetli 30 o'g'il begim başliq. Mana aldınqı meşrepte Ahmetcan bizning meşrep kelemigen ağırbatma dep bir mod sebeplerden kelemidi. Şu aşı meşrepten keyin chiqib qarsak, u bal to'yda o'ynab yuribdi. Şu aşınıga bir jaza qo'llanishga qanday qaraysizlar? Assalomu alaykum, O'soq begim boshliq, davoringizni Pashapay qabul qildik. Ahmet o'rniga chiqsangiz siz. Begim boshliq, bundan keyin men o'z xatorimni kechirim so'rayman. Siz bundan keyin qaytlanmaydi deb kechirim so'rayman. Xo'sh.
Qani? Qani çavaqlab olsun. Xo'sh, qani endi bu Mashina bilan sizlarning ko'rinish tamom bo'ldi deb hisoblaymizmi, e'tirof qilamizmi? Ikkinchi komandani chaqirishga ruxsat qilinglar. Alatov 30 o'g'li. Ana bo'lsa jamiyatimiz jam bo'lgan bo'lsa, sizlarga topshirma shunday ekan. Birinchi nomerlik bilet sizlarga chiqibdi. Uning savoli tuvangicha. Masalan, Ahmet bilan Samet bir jiroq yerga Ahmetning mashinasida nazarga bordi. Qaytganda Samet ma'lum bir sabab bilan ozroq kechikib chiqdi. Qarasa Ahmet uni tashlab ketibdi. Samet qattiq xafa bo'lib, andin mashina tepib, aldirash bir to'yga bordi. Tashlab ketgan og'inisi shu to'yda o'ynab yurgan. Mana arzi tushdi. Bu masalani qanday yechsizlar? Tushunishmi bolalar? Xapchik diqqat. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il. Mashrab begi davo dastur vaqti kelib qopti. Qo'shtiz. Hurmatli 30 o'g'il, bizning davo dasturda arz tushibdi. Bir og'inimiz nazarlarga berib, yomg'ir og'inimiz yashab o'tib kelib o'z to'yiga ketibdi. Endi o'rta ochiq. Sizga deyman. Siz o'tirib chiqing. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il. Mashrab begi o'rtaga chaqiribsiz, nima sabab? Bizning 30 o'g'ilning guli Ahmet og'inimizni nazarda tashlab qo'yib, o'zingiz to'yga ketib qolibsiz, unutib qolibsiz uni. Nima sabab shunda bo'lib ketdi? O'zim bir ishlar bilan aldirab, ham telefon qanday o'zim telefonni ko'tamay, aldirab ishlar bilan ketib qolgandim. Kimning qanday yana fikrlari bor? Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il. Mashrab begi bu og'inimizning intayin xatolik chiqibdi. Unutib qolibdi og'inisini bir mashrab o'ynagandan keyin bu og'inimizning gunohi bor deb o'ylayman. Ruxsatmi? Yana kimdan gapirdi? Assalomu alaykum, 30 o'g'il begim boshliq. 30 o'g'limizning guli Renatningki gunohi bor deb hisoblayman. Aplik shikayat so'zildimi? Shu somsaq. Azbekni o'ziniki jazosi chiqarsin. Hurmatli 30 o'g'il begim boshliq. Endi bu 30 o'g'ilning guli bir sabablar bilan tashlab ketibdi. Ip ketmabdi, endi kelishgandan keyin. Endi bu 30 o'g'ilning gunohi bor deb 30 o'g'ilning gullari aytdi. Endi buning gunohi 10 somsa yoqaydi. Shu bizning Xo'sh, mayli, qani, chiqar. Ma'qul. Endi mana bizning 30 o'g'ilning guliga 10 ta somsa jazo jerman qildi. Endi aqlaydiganlar bo'lsa 30 o'g'il. Qapchik. Diqqat qilaylik. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il begim boshliq. Bu Samat og'inimizniki gunosi men yo'q deb o'ylagandim. Sababi bu og'inimiz bu og'inimizga telefon qilibdi. Shu telefon qilgandan keyin bu og'inimiz olmagandan keyin bu og'inimiz ketib qolibdi. Nima sabab bilan olmadi? Biroq bu og'inimiz telefon qilibdi. Telefon qilgani rasmiy yog'anman o'zi ochdi dedi. Endi bu og'inimizga 10 somsa dedilar. Shuning 2 somsini kechirim qilsak. Ruxsat qilsanglar. Yana kimniki bor? Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il. Mashrab begi. Endi yana bo'lsa shu og'inimizniki gunosi bor. Biroq shu gunosini bizniki mashrabimiz endi oddillik bilan yana bir ishkini kechirsak ruxsat qilsangiz. Sabab. Endi sababi endi bu og'inimiz telefon qilgandan keyin shu telefonim endi bir anglanmay qolgan. Shu sabab bilan men yana ishki somsini kechirib qilsam deyman. Uni Renat deb bo'ldi uni. Kichik Renat dedi uni. Aştaq bo'ldi deb. Sen boshqa demamsan. Endi bu og'inimizniki
qilayotgan ishlarimiz o'zimiz bilamiz 30 o'g'il begim boshliq. Yana bo'lsa-mu buniki ulg'ayacak. Yana bo'lsa-mu bizniki mush mashrabimizga qilayotgan ishlari yomon urg'on. O'sha qanchalik 30 o'g'ilmizning qancha ishlari bo'lsa, shu ishlardan hech qachon qolmaydigan bir 30 o'g'ilning guli bu. Shunga hurmatli begim, aşı mening deganimga qo'shilsangiz. Rahmat. Ruxsat bo'lsa. Haqani. Hurmatli 30 o'g'il, 30 o'g'ilning guli Samat Arina Mashada mana 10 tal jazoga 20 qo'ygan deb Qazbek to'tini tatib oldi. Endi 30 uchun endi jazo oldigan. Jazo Cezasını aldığınlar 30 oldu. 8 samsi yakımız dep cezasını verdik. 6 işte 4'sünü geçirim soru aldı. Şunun için ruhsat kısaklar cezasını verin. Ordunuzga o'tiring. Shuni bilan sizlarninki da'vo dastur ko'rinishi shuni bilan tamom bo'ldi deb e'tirof qildingizmi? Xo'sh. Elib qo'sharinglar yo'q. Yo'q, qo'shmashdim. Bo'ldi. Qana bo'lsa, ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Barakalloh. Bu ko'rinishlarni ko'ryapsizlar. Haqiqatan buni baholamoqmi? Juri a'zolariga osonlik tushayotgan yeri yo'q, o'ng'aylik tushayotgan yeri yo'q. To'g'ri tushunishimiz kerak. Hamda ba'zi chaqda bu yoqqa tatsa haru sunib, bu yoqqa tatsa o'kiz o'ldigan paytlar bo'ladi. Bundaq narsani hammamiz yaxshi sezimiz. Bu qazlag'imi shundaq ig'ir ahvollar keldi. Shuning uchun biz qo'ygan baholariga qanoatlanaylik. Mümkün qadar. Biz 3-chi komandani sahnaga chaqirib olaylik. Navbatda Dehqon 30 o'g'li. Marhamat. Buni da'vo dasturida qanday qaraysizlar? Qisqacha aytganda, sizlarga tushuntiraylik. 6 odam jiroq bir yerga to'yga berib qo'nadi. Bularninki 4ti bir uyda qo'nadi, yana ikkisi bir uyda qo'nadi. Shuning bilan 4 odam qo'ngan uydagi, mushu mashrabdan bo'lgan 4ti qo'ngan uyda etiganligi soat 5'te taksisi keldi. Bular uyning egilerini o'qatmaylar, xijolat bo'lib taksi bilan ketib qoladi. Uyning egileri turib qarsa, bularning uyidagi 4 mehmon yo'q. Shuning bilan bularni izlab, yana mushlar bilan birga kelgan bolalarning qo'ngan uyiga xabar qildi. Bizning uyda qo'ngan 4 bola yo'q. Ketib qopti, xabarlamabdi, ketdik demabdi deydi. Shuning bilan u ikki bola bu gapni anglab qaytadan gap chiqirdi, chaqchaq qilib. U 4ti o'zlari qo'ngan uyda etganligi uyning egalarini o'qatmay, shu uydan qimmat bir narsalarni o'g'lab ketibdi deb chaqchaq qildi. Chaqchaq bara rastqa aylanib, xalqning ichida bu purib ketdi. Ular gunoh bo'lmasimi, shundoq bir gunoh qilgandek ahvolda qoldi. Shuning bilan buni u 4ti kelib mashrabga arz qildi. Bizni maşındaq bir uyda qo'nib ketganligimizdan o'g'irlikni gumon qilyotdi. Bu gapni taqatgan bizning ikki og'inimiz. Biz shularning ustidan arzi qilg'ili keldik. Shularni bir jazoga tatsanglar deydi. Abayamki yog'an chaqchaqni to'qib, oxiri rastga aylanib ketgan ikki odamning ustidan tushgan arz. Sizlar endi shuni mishadan naq maydonda ko'rsatib bersangiz. Assalomu alaykum 30 o'g'il begim boshliq. Da'vo dasturini boshlashga ruxsat qilsanglar. Xo'p, ruxsat. Bu yerda mashta hozir angladinglar. Da'vo tushdi. Ikki bizniki og'aynimizga hozir ular oldiga chiqdi. Xo'p, chiqsin. Ruxsat. Samatmi bu? Amatli Samat. Qo'shdiz. Bo'ldi, hukm chiqarib bo'ldi. 50 ming qo'ynimni qo'ysizlar. Xo'sh. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il Mashrabegi. Bundan keyin bunday ishlar qaytalanmaydi. Kechiringizlar. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il begim boshliq. Bundan keyin bunday bo'lmaydi. Biz endi o'qitib, hammamiz bilib mang'ran bo'lamiz. Kechiringlar. Xo'p, kechadi. Ruxsatmi begim? Ruxsat. O'rinlar bering. Endi o'rninglarga o'tiringlar. Bo'ldi. Senin ko'rinishinglar mashagichi bo'ldimi? Bo'ldi. Uning bu yoqqa edib qo'sharinglar yo'q bo'lsa, biz sizlarni uzatib navbatdagi komandani qarshi olsak. Rahmat sizlarga.
Navbatda mening xatalashmasam birda komanda qoldi, do'stlik 30 o'g'li. Shular o'zlaridan keyin mana shu imtihonni topshirib etsa, qazilar natijasini chiqarib bizga e'lon qildi. Do'stlik, marhamat. Mashrabdan qaytib uyga bormay, orliqda 3 soat o'tib ketganda uydagilar mashrabga xabar qildi. Mashrabga ketgan Ahmad kamidi. Deganda 30 o'g'li izlab, shu Ahmad o'zining uyiga yetmay, bir 4-5 oy yetmagan birisining uyidan tepildi. Şunun bilan endi buni mashrabga dog' keltirding deb jazolash payti sizlarning qolinglarda. Marhamat, ko'rinish sizlardan bo'lsin. Diqqat. Xo'sh, hurmatli begim, 3-bölümümüz dava dastur bölüm kelib qoldik, boshlashga ruxsatmi? Ruxsat. Mana hozir arzlar tushdi, o'zinglar angildinglar, bizning akamiz mashrabdan keyin uyga bormay, bir ag'insining uyida yetib kelib, mashrabimizga dog' keltiribdi. Şu akımızı orada tartışıp ruhsat mı? Ruhsat olsa Alımcan aka, çıkan bolsanız neyim sebepten uyga barmadınız? Hem ağininizni uyda qo'nqog'ingizni dal olib bering. Haqqani, diqqat qilaylik. Assalomu alaykum, o'ttiz o'g'il Mashrab beki. Ben Mashrabdan chiqib uyga ketib berib, bir uzundan ko'mgan bir ag'inam uchirib qoldim. Shuning bilan meningdagi gunoh uyga telefon qilganini unutib qoldim. Telefon qilganini unutib qilib, shu ag'inimizda uzun ko'rishmagan, ikkimiz burunqi ishlarimizni eslab, ashna uyda bir 2 soat uyga kechikib bordim. Gunohim bor. Begim gunohim bor dedi. Qani 30 o'g'il, qanday fikrlar bor? 30 o'g'il. 30 o'g'limizning guli Alımcan aka. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il, begim boshliq. Men o'ylaymanki, bu ag'inimizniki gunosi bor deb. Nima ish ketsanglar, hamda mashrabdan qaytib, uddul uyga boradigan bizniki vazifamiz. Bu bizniki ag'inimiz xato ish qildi, gunosi bor deyman. Xo'sh, yana qanday fikrlar bor 30 o'g'il? 30 o'g'limizning guli qani marhamat aka. Assalomu alaykum, 30 o'g'il begim boshliq. Endi bu ag'inimizniki gunosi yo'q deyman, bu rost bu necha yil ko'rishmagan ag'insini ko'rib kelib bu taklif qilgandiki bu ko'ngilchak o'zima. Bu bodi o'tirib qoldi deb o'ylayman. Men o'ylayman gunosi yo'q. Gunosi yo'q deydi. Qani marhamat. Bir odam yo'q dedi, bir akamiz, yana bir 30 o'g'limizning guli marhamat. Assalomu alaykum, 30 o'g'il Mashrab begi. Bu akimizning gunosi bor. Birinchidan mashrabni obro'yini tushadi. Xo'sh. U ikkinchidan uydagilar ansirab ko'chiqchi ketdi, ne ketdi deb. Endi hozir zamon ansiz zamon. Bir uydagilarga aytib qo'ymasa, hozir bir o'ltirayotgandan anglayapmiz, urayotgandan anglayapmiz. Shuning uchun siz cho'p-cho'ng bo'lib qolgan odam uyingizga, ko'rishmagan ag'iningizning uyingizga ketishingiz kerakdi. Ya birinchi telefon qo'yib, undan keyin nima qilsanglar, shuni qilsanglar bo'ladi. Shuning uchun gunosi bor. Gunosi bor. Xo'sh, begim. Qani. Ikki akamiz gunosi bor dedi, bir akamiz gunosi yo'q dedi. Qani diqqat qilaylik. Gunosi bor. Endi o'zinglar bir hukm chiqargan bo'lsanglar. Endi assalomu alaykum. Mashrab ahli, begim boshliq. Biz hozir begimiz bilan nasihat qildik. Endi bu jazo deganda hammamizniki samseqish, bulut sanash deganda bu her bir yurtimizda, her bir vatanniki, her bir yiyizniki o'ziniki jazolarini turtdilar vaka. Bizim xalqimizda birinchi ko'p so'zlab ketsa yoki bu gunohni qilsa og'ziga tongga chiltib qo'yib, uning gunohlarini men 10 tanga deb og'ziga chiltishni gunohlikka jazoga tortyapman. 10 tanga. 10 tanga dedi. 10 tanga ishlaysizga aka. Qani mayda ivog'uchilar bormi yana? Ko'p bo'lib ketdi-ku. Qani 30 o'g'ilning guli akamizga. İşçi ağırvatı da akımızda. Assalamu alaykum, 30 o'g'il begim boshlig'im. Rost bu aqinam yiqin menga. Ko'nglim. Bu 3 tankini men nim qilsam? Diqqat, Xabshik. 3'ünü ivasam deydi. Men ishga tangini yuvalay. Ya vallahi tangini dedi. Tangani. Tangani alayım. Tanga. Qanday yuvasiz onu? Boynum qalma dedi şık tangisini. Şunun bilen
Общий. Muqim 10 tanga çişiltimiz dedik. 3'ünü akımız aldı, 2'sini akımız iyi aldı. Yani 5 tanga 5 tal tanga çişleydi. 5 tangını çişiltimiz akımızga. Hadi. Қалған 5 tangını özleri çişlemdi. Ya. Allah, sorğanlar. Çişiltimiz de hem de boynu kalgan dekin. Ben çişleydim mi ya? Keçir üteli de. Keçir üteli degan niyeti davat işte bu. Keltirmizden de hemen. Hoş. Sağ. Endi bu situatsiyani biz keyin jo'ylar baholaydi. Shunlashqa biz poxodu bu situatsiyani tuzishni bo'lmaydi. Bular o'zining chamini yetkichi ko'sish kerak. Baho bu yoqdan chiqish kerak. Shunday bo'lsa qani 5 tanga chiqqan bo'lsa 5 tangimiz qayda? Qani jazo amalga oshirilsin. Mana 5 tangani chiqarib anani Endi tanga tishlash degan o'zinglar bilsa xalqimizda tepkish turgan so'zlamay turgan odamni tanga tishlab olmagansa, so'zlamamsa deb qo'ydi qayerlar bor. Hamda bu yerda tangani o'rniga cho'pis ketib bordi. Hamda uni o'rniga chiqqan ekan. O'rniga chiqqan bo'lsangiz shu tanglarni aqlab yemsiz. Tanga hisobida bo'ladi. Aqlmay og'zingizni salamsiz o'zingiz bilsiz. Hesap deydi. Hesapma. Aqlmamda bunda qilma. Ha. O'zingiz aka naborot ishlab oldingiz buni. Endi unda to'g'ri. Hesap qo'y. Bu yoq endi tanga tishlab olgan odamdek so'zlaydi-da, endi to'g'ri. Durust. Mana bu yoq kechirim so'raydi degan amalni topdi. Ha. Kirim marhamat. Mikrofon begim tarjima qilmaysiz, mikrofonni o'ziga bersiz. Tanga tishlab olgan sen. Diqqat qilaylik. Uzun kemiga aqidamga hamma davit etmadim. Diqqat. Buna ekan to'xtalmaydi. Xo'sh, ko'rinishimiz maydim tamom bo'lgan bo'lsa, qiri aka. Mikrofonni ilib, endi mayda bizni ko'lbiga deyman. Bunasi yo'q dedi. O'sha yo'q nimish dedi, shuni bir sababini aytgan bo'lsa. Bunasi yo'q akamiz. Sababi endi ko'ngli yaqin aqinam. Endi bir tal ag'insiz deb 30 o'g'ilni uydan kechsi turg'izibdi. Hammasi izlash kiribdi. O'zining ko'ngli yumshoq u. Chiqib qoldi u. Hurmatli 30 o'g'il Mashrab begi. Buningdagi undan ishlar qaytlanmaydi. Ve keçiritinglar. Bunki undan ishlar boshqa bo'lmaydi. Rahmat. Çilek 30 o'g'li birinchi bo'lib sahnaga chiqqan, davo dasturidan ko'rinish ko'rsatgan Çilek 30 o'g'lining baholarini beringlar. Çilek 30 o'g'liniki. Tamshik. Diqqat. Çilek 30 o'g'lining davo dasturi ko'rsatishi 3 4 3 4 4. Rahmat. Çilek 30 o'g'linikini yezib ulgurgan bo'lsanglar, biz navbatdagi Alatav 30 o'g'lining baholarini ko'raylik. Alatav 30 o'g'lining baholari. 4 4 5 4 4. Yezib ulgurayotgan bo'lsanglar, navbat Dexan 30 o'g'lininki. Dexan 30 o'g'lininki. Ko'stinglar. 3 3 3 3 Tak. Endiki oxirgisi do'stlik 30 o'g'lining baholari. Diqqat. 4 5 5 5 4. Dördüncü baha. Alatav 21. Dixan 15. Dostluk 23. Çilek 18 oldu. Ömrünün begini
Tozutmay yaşa, ümitning gülünü kurutmay yaşa. Her kimning taqdiri tadbirga bog'liq, odamlik borchingni unutmay yaşa deb bizning ömrümüzning beg'ida nima bor desak, mushundaq mashrabda yuz ko'rishayotgan yaqinlarimiz, do'st birodarlarimiz, xalqimiz bor. Ümitimizning guli kelajak keynimizda kelayotgan avlodlarimiz. Hamda mushu ömürni qandaq көз алдыға келтіріп, қандақ яшаш hər bir insanның özünün tədbiriga bağlıq. Şoңlашqa бүгін біз мәшәді adamlik borcumuzni bilib, mushu mashrab bizning xalqimizning bir urf odatinin ki ajoyib bir ko'rinishi deb bilib kelib o'tiramiz. Şoңlashqa qadrli qarindoshlar, assalomu alaykum. Mashrab ahli. Endi nima deymiz? Hammamiz mush mashrabning nima ekanligini bilamiz. Biroq bugun mana mashrab boshqacha bo'ldi. Endi Burxondan ufqa qara, seniki mushu tashabbuskorligingni, har qanday ishni qo'lga olsang, shuni oxiriga yetkazganligingni, mush millat uchun xizmat qilayotganingni biz hammamiz yaxshi bilamiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, mushu jut seni madaniyat markazniki raisi qilib sayladi. Unda xo'g'ini rastligini aytish kerak. Mushu do'stlik ma'lishi ma'lum ravishda biz mushu Uyg'urlarning madaniy hayotimizda qandaydir bir markaz bo'lib qoldi desak, men xatolashmayman. Nurg'un bizning ziyonlarimiz mushu mahallada yashaydi. Maktab uning ustiga mana utuqning utiga utuq qozinib yurdi, xalqaro maydonga chiqdi. Shuning uchun bugun mashhada mushu ilqi mashrabning mashrab haqida so'rin bo'g'ini yaxshi bo'ldi. Hammamiz mushu mashrabga qatnashimiz, biroq mashrabga bo'la savollarga nurg'unlay mashada aniq javob beramidi desam bo'ladi. Hamda buning sababi bor. Unda xo'g'ini buning hammasi birinchi qitim bo'lyotdi. Shuningga qaramay, men o'ylaymanki, yaxshi javoblar bo'ldi. Savollarning ba'zi birlari nihoyat murakkabligi qaramay, yaxshi javoblar bo'ldi. Mening bir xushal bo'ldigan yerim maxsus mushu mashrabga ayrim yigit boshlari yangi bir kiyimlar bilan, yaxshi kiyimlar bilan kelibdi. Demak, ular uchun mushu mashrab qandaqdir bir ularni yana bir baldaqqa ko'taradigan bir so'rin uchun tayyorlanib kelibdi. Mening yana bir xushal bo'ldigan yerim mushu ko'p nahiyalardan kelganlar hammasi shaharlik. Fakat mening jutum chelak mush yezidin kelgan. Shuningga qaramay, mushu shahardagi nahiyalar bilan bir qatorda bir sapda bo'lganning o'zi, men o'ylaymanki, bizniki mushu chelaklarniki bir cho'ng bir utig'i. Uningdan keyin sizlar agarda bayqagan bo'lsanglar, mush chelakdan sap yoshlar chiqdi. Demek eşlarının kelachigi var. Hammanglarni yana bir qitim mushu bugungi so'rin bilan agarda biz birlashsak, bizni mushu Burxon o'xshash, bizniki mush oramizdan chiqqan yigitlar agarda bosh qilsa, cho'ng bizning utuqlarga yetadiganmiz. Rossiyadagi SKVNga 50 yil bo'ldi. Biz texi yeng boshladik. Men o'ylaymanki, bizniki zo'r kelachigimiz bor. Hammanglarni bugungi bayram bilan, bugungi so'rin bilan bunday aytganda tabriklayman. Bizniki ajdodlarimiz mushu bizga varislik sifatida mushu mashrabni bizga tashlab ketgan ekan. Bundan keyin mushu mashrabni o'z darajada o'tkazib, xalqimizga xizmat qilaylik. Diqqatinglar, rahmat. Assalomu alaykum, 30 o'g'il mashrab begi. Bugün endi Burxondan ko'pdan beri ko'zlab amalga oshirishga niyat qilgan ishning biri mana o'z natijasini beryapti. Uyg'urlar gap bor.
mevisi bor daraxtga taş ko'p etildi debchi. ishlayotgan odamlarni endi ba'zi vaqtlarda tushunib ketmaymiz. Shuning uchun darhol shuni aytqim keldiki, Burxondaning bugungi ishda kamchilik bo'lsin, yana bir yetishmasliklar bo'lsin. Bir Burxondaning qo'zg'agan ishi nihoyat cho'ng ahamiyatga ega Burxondanodash. Uningki uni qo'llab-quvvatlashga arziydi. Shuning uchun Burxondanodash ishlaring qutuq. Mashat barliq mashrab qatnashgan, ashundan xizmat qilgan, bo'libmi uyushtirishlarni yurgizgan Olmoti mashrabiga ve başka uyuşturuculara çın kalbimden minnettarlığımı bildirme. Her kaçan bilip olaylı, birbirimizni yöleyli, yeklemeyli. Şu vaxtıda bizim kadimi halkımız, meşrep okşaş kadimi enlerimiz hiç kaça yokumaydı, Uygur kökleydi. Dikkatinize rahmet. Rahmet aka. Çoğlarımız, akıllarımız etip ötkendek bir tarihi vakıya bugün halkımızda yüz bergen bolsa, mana 2017 yılı 23 Mart'ta şu vakıya ötken bolsa, şu vakıyanın ki biz guvacıları, naq meydanda şularning qatnaşqıçıları bolduq deb özümüzni baxtlik deb his qilsak oldu. Tinci qitim ötken bu meşrep görügüdeki ötüp atkan işlarning hemmisinin ki mana nazaretide bolgan qazılar, azaları törümüzde Ula neticini çıkarıp koydu, yakınını çıkardı, hazır şunu etadigan vakit yetti. Endi men anda olsa bir taraftan sertifikat tapşırış işini başlagan bolsak, qazılarınki ve uyuşturuş toplumunki rehberlerinin ruhsati bilan. Mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun. Tuncu qadamning bugün Muşu meşrep görügünün tuncu qadamning tuşuğu kesildi bugün. Mana şu işlerini emelge aşırış münasebeti bilen biz Çin yürekten tebriklep bugünkü uyuşturuş topqa köp minnettarlık bildirip qattiq bir çabak çep koygamsak hürmetli mehmon. Assalomu alaykum hurmatli mashrab ahli. Mana ishqay shunchalik opor-topor bo'lib, kech kunduz uxlamay, shunchalik bir cho'ng bir ta'ning natijasi chiqyapti. Bu yerda yana Xudoyim shukrlar yetkazsa bir kitob chiqirmiz deyapmiz mashrab haqida. Keyin o'sha bugungi mashrabning qoidalari bo'yicha keyin kelajakda baldirimiz shunday qo'llanadigan bo'ldi. Rahmat, utuq tilayman. Bundan keyin aldık sebeplerle görüşke Xudoyim nasip qilsin. Ballarыңlarni o'qitinglar, ügütinglar, rasm qaydilik bo'lsin, ügensin, hech bir millatning kam bo'lmayli. Rahmat qilinglar. Assalomu alaykum, hurmatli mashrab ahli, bek boshliq. Bugun kunlikda o'tkazilgan barliq Muştaq meşrep, musabık, çıraylık ötті. Barlığınlağa alaytan rahmetimni etmakçı buluvatım ben. Sizlerge köp rahmet. Şundaqla Burxandın 2 aydan beri ben yaxşı bilmem. Bu barlıq işini taşlap, muşu işe kirişip, barlıq nahiyadaki ballarını jığıp, ne çıkıtım jığın kılıp, bulanı yani tekşirep, yani keçisi, kündüzü demey, muşu barlıq hamımızını muştaq uyuşturup atqanның sebebi, bizning kirecek ballarımız ügensin. Muşu meşrepni yolu bilen, bülüp, oynusun, degen ümmetler bilen kılıp atqan işleri ziyan ketmeydi. Meşet o tağala hemminglar endi her qandaq bir 30 oğlunu jigit içi bolduğan bulup çıktınlar hemminglar. Hemmi nersini köydüңlar. Şunun için benim çıkınımның birden bir sebebi sizlerge hemminglarga, senin 30 oğulga 1001 rahmet. Uyuңlarga hemmi yıkıdın, men sizlerge barlığını möşet otagan hemmimizдің etidin sizlerge barlıq yaxşılığını tilegen bular edim.
Muşdaq aldığı basay veringlar, murda yaxshi ishlarni chiqaraveringlar. Qo'limizdan kelgancha bizmi yordam qilaveraylik. Ming bir rahmat sana 30 o'g'ilga. Rahmat. Ömrünün beğini tozutmay yaşa, ümitnin gülünü kurutmay yaşa. Her kimnin təqdiri, tədbirge bağlıq, ademlik borçunu unutmay yaşa dep bizning ömrümüzning beğida nemi ba desek, moşundaq meşrepte yüz görüşüvatkan yıkıllarımız, dost braderlerimiz, xalqimiz ba. Ümitimizning gülü keləcək keynimizde kivatkan evlatlarımız. Hem de moşu ömrünü qandaq köz aldığı keltirip qandaq yaşaş her bir insanның özünün tədbiriga bağlıq. Şoңlашqa bugün biz meşede ademlik borcumuzni bilip, moşu meşrep bizning xalqimizning bir urf odatiningki acayip bir ko'rinishi deb bilib kep o'tirmiz. Şoңlashqa qadrli qarindoshlar, meşrebimizni boshlashga ruxsat qilgan bo'lsanglar, men navbatda mikrofonni Almuta meşrebining poshshapiga Ahmadjon akamizga sizlarning chaviginglar bilan uzatib olsam. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il. Bugun boshliq meşrebimiz boshlandi desak oldu. Qaydi bilan endi 30 o'g'ilninki men amanatlarini topshirib olay. Bugun boshliq, men bugun zalda adam ko'p bo'lgandan keyin bugun menga Paşaplık'a iki adam yardımcı lazım diye. Birisini Sohrab, birisine Yalqın. Çıksı ruhsat mı? Oldu. Kesle. Paşapla. Kesle Yalqıncan. Rahmet. Kini endi destixanlar yeyilip kaptı. Hürmetli ko't soğul. Destixanlar yeyilip kaptı. Endi bir duga, çoğunlar bir duga kıpese, ondan keyin Amin. Sahipxan salamet qadam etdi, bala yetmisin. Amin. Allahu Ekber. Rahmet. Destixanlar uçuq. Qani endi hürmetlik 30 o'g'il birinchi so'zni belki birimiz begim 30 o'g'ilga nisbatan gaplarınız bo'lsa. Assalomu alaykum hurmatli 30 o'g'il, hurmatli mashrab ahli. Endi buni bizning musobaqa uyushtirishimizning sababi endi bir necha o'sha yilda bir qanday desak to'g'ri ekan, o'sha Qozog'iston o'zining mustaqilligini olgandan buyon mashrablarimiz ko'payishga boshladi-ku. Chunki burunliqi 90dan buyoqi mashrab o'tug'il mashrablarimiz adroq kamdi. 90dan buyoqi har o'sha Qozog'iston o'zining mustaqilligini olgandan keyin o'sha har millatning o'zining urf-odat, rasm qoidalariga kamchilik qilishga o'sha ishlarimiz ko'proq rivojlanishga boshladi. Endi shu sovet jarayonida o'sdik, tug'ildik degandekdandi. Bu yerda bizning burunqi vecherenkalarimiz, burunqi o'tirishlarimiz hozirma shu mashrab deb atiladigan bo'lib qoldi. Bu yerda mashrab deb so'roqladim shunday bo'ldi. Mashrab deb atildi, lekin mashrabning tamoman qoidasi yo'q. Berib qima o'ynab, yaraqshi bir qaytib ketadi. Yoki bir oddiy bir so'rim, ya kart o'ynab ketishi mumkin. Yoki ya bo'lmasa ashta bir mashrablar bo'lishi mumkin. U mashrabda beklar to'liq emas, ya bo'lmasa davo dasturi yo'q. Endi mashrabdan yetilibada, shu sababdan biz to'xtanglar. Mushu mashrab musobaqasini qilsak, mushning orqali nurg'un bolalarimiz o'zimizning millatning urf-odatlarini o'rgandi, mashrabning haqiqiyligi yerlarini biladi degan bir niyatda bizni 2 oy burun biz e'lon qilgan edik. 2 oy burun mashrabda o'tirgan bolalardan sen mashrab qaysini bilamsiz? Men o'ylaymanki 95% hech kim unga javob beramadi. Qanday beramadi deganda bilmadi. 2 oydan buyoq endi kundala mushuliqi g'am qayg'u mushu musobaqada endi biz oxir o'rin ib qolsak, bir yaxshi tarafidan ko'rinsak degan bir niyatlar bilan nahiya qattiq tayyorlandi. Albatta hammanglarga rahmat. Ashta ko'p vaqtinglarni bo'lib, tayyorlik qilib, ya'ni mashadima adroqligi balkim tushunmas yerlar bor.
Lekin endi bu birinchi qidim o'tkazib atqashqa ayıp kelmaysizlar. O yan bay deb ketgandek telefonlarga bog'liq bo'ldik, qanday bilet chiqdi, qanday jerib datdilar, kimga qanday o'rinni tushib qoldi. Yil o'sma, Xudoyim bersa yana mashaq musobaqani o'tkazma degichlar bo'lsa, vaqt soatga yana o'tkaza, lozim bo'lsa biz yordam qilamiz shu vaqtlarda. Hammalarga tamığınlar demlik olsun. Hoş keyfiyat. Şunca dilkeş dilraba neynin havası yanraydı atan ara neynin havası Şunca dilkeş dilraba neynin havası Yüreklerde uygutup sevgi muhabbet ey muhabbet Tanrı tar şartlık sada neynen havası Yüreklerde uygutup sevgi muhabbet ey muhabbet Tarktar şadlık sada neynen havası Her tan yanırıp çaranlap çıksa evcige Çıksa evcige Bir kışlap dılgada var eylen navası Her tan yanırıp çaranlap çıksa evcige Bir kışlap dılgada var eylen navası Küylerde hayatta mes eşnalık eşnalık Bolmaydı çalsa da neynen avlasın Küylerde hayatta mes eşnalık eşnalık Bolmaydı çalsa da neynen avlasın Şunca dilkeş dilraba neynin havası Dilraba neynin havası Neynin havası Şunca dilkeş dilraba neynin havası Dilraba neynin havası Neynin havası Neynin havası
Belki takdirdeydi koymay ben cemaliyim koymay Rahmet. Kur'an Fondu'nun reisi Karlin Mahbirov. Jurnalist, писатель Yadgar Sabitov sizning bilinmeyge. Uyghur Şundas Merkezi'nin yetekçi xodimi, filologiya fanlarining kandidati Rahmatjon Yusupov Xichavakchib qo'ysanlar chiqsa. Assalomu alaykum, hurmatli Mashrab ahli, Mashrab begi. Bugun biz bir ajoyib tarixiy ahamiyatga ega Uyg'ur xalqining madaniy hayotida cho'ng bir voqea yuz berdi. Menimcha o'g'anda bu Qozog'iston diyorida birinchi qitim mashrab mashrab bo'lsa kerak. Burungi mashrablarda bunday ish bo'lmagan. Shuning uchun men o'sha Olmuta mashrabining begi Burxondan boshliq barliq o'sha mashrabni uyushtirgan yigitlarga rahmat aytmoqchiman. Qadiminglar qutlug' bo'lsin. Endi bir ish qilgandan keyin albatta uning ortiqchilik, kamchiliklari bo'ladi. Kamchiligi endi az. Ba'zilar tayyorsiz kelibdi. Bundan keyin uni jo'ndab ketdi deb o'ylayman. Bu bizning yana bir qitim aytaman, madaniy hayotimizda cho'ng bir voqea bo'ldi. Yoshlarimizni bundan keyin urf-odat,
әдәп әхлаққа яхшы тәрбияләш мәктәбе булды мушы мәшрәп. Bundan keyin bu təşəbbüsünü, Burhanddin elimizin bu təşəbbüsünü Qazaxstandakı başqa regionlarda, rayonlarda qollab quvvatlaydı, məştaq məşrəblərini uyuşturdu deb ümid qılma. Diqqətinizə rəhmət. Assalamu alaykum, hörmətli 30 oğul, məşrəb begim başlıq. Birinchidən Noruz bayramı mübarək olsun, həmmanlığa salamet tiləyimə, öy işinlərə xatırjandik. Əndi asası gəp kəlsək, bugün həqiqətən mən akıllarımız dəb ketkəndək yaxşı bir iş boldu. Şəxsən mən özüm qatıq təsirləndim. Sədə ən mühim nəsə, sədə ruh ba, sədə intiliş ba, ümid ba. Muşlaq yaşlarımız bunun da kimi köpəyəsin, yaşlarını muşlaq durus yolda İp mansaq bizden keləcəyimiz boldu. Həmmanlığa rəhmət. Assalamu alaykum. Məşrəb əhli, begim başlıq. Həqiqətən mana yuqurda itqandək, mana Almuta və Almut vilayətinin kəlgən məşrəblər bugün nəhayət yaxşı, nəhayət ahmiyətli işə aralışıb, özünün tayyorluqları bilan kelib, özünün buna ilqi yaxşı suallarga yaxşı cavablarını qildi. Hakikaten meşrep bu hayatta bir çoğun mektep. Hakikaten yaşlarımızı bu hayatta sılık sıpayı, ilmi, medeni buluşuğa tatıdı dep oylayma. Şu için Burhan'dan silahının meşrebinlağa kelgüsüde müştak tutuklarını tileymen. Hemimiz muşunda görüşke kelgüsüde Kudayım nisip kısun. Hemimiz aman bulaydı. Rahmet. Tanapsdan keyin bizning da'vo dasturma bölümümüz 30 gol. Qani, Mashrab ahli. Da'vo dasturimiz bor. Da'vo dasturda endi mumkin bo'lsa, bay nurg'un bir 40 ta qoldi ham 30 necha nim qolgandi. Savol so'roqlarchi qaralmagan. Balkim shu masalani o'tirib qo'yib, bugun da'vo dastur tayyorlarlik, bugun jazo chiqadigan odamlar jiqtika. Ularni endi bu da birinchi qatam da'vo dastur qilmay, shu so'roqlar kim javob beradilar, shularni bir ko'rib baqsaq. Konu tilda aytganda yozuvchi hozir. Mashrabda 80 taşı. Hammanimda marib. Oh. Yok olmut meşrun. Olmut meşrun bo'ldi. Endi Rustamdan sen o'sha jutun nurg'un bu. Endi Rustam hozir mayla chaqchaqlamaydi, bunun qiynatisi nurg'unga aqiqlan ko'z o'tiqdi bu. Arsida mening qiynatam bormi ketadi. Voy, yerim tugab bo'ldi u. Chaqan. Qani bizani bilgilar, o'zingni. Mana bo'pma. Voy, ishimiz tango. Men birinchi so'm qo'yatmadim-ku. Sadiq berayotgan ekansan. Qani assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il begim boshliq. Da'vo dasturi vaqti kelib qopti. Begim boshlasak ruxsatmi? Qo'shtiz deydigan vaqtida tizimlarni tutib o'tiringlar. Kim yo'q, yeningni men tutasan. So'roqlar qayt qildim. Qo'shtiz bak so'zlaydi. Xo'sh, hurmatli Mashrab ahli endi baya o'zaro kelishgandek, mushu da'vo dastur bölümünü mümkün bo'lsa edi so'ralmagan bir yana bir 40 yaqin so'roq botda shada ishlatmagancha shu an masalan bir savol so'roq qo'ygan bo'lsak shuni endiliqi bilmaganlar uqib qolsa ashnaliqi durust xatoligini mashadman qazlab o'tiribdi. Da'vo dastur degan nima? Qani? Jazo degan nima? Ilhom. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il begim boshliq. Endi har qanday mashrab da'vo ta'sirsiz u mashrab emas. Da'vo ta'sirda har qanday hech qilgan ishlarni yeyishga kerak endi u mashrab da'vo ta'sir o'zi da'vodan, arzdan, fikridan, e'londan tarkib topgan. To'g'ri. Xo'sh. To'g'ri. Endi hammasini to'g'ri deb hisoblaymiz. Chunki asosan tegi birdanda. Da'vo dasturidagi hukmni, da'vo dasturidagi hükümlü kim orlaydı? Qani yana Ilhom. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il begim boshliq. Da'vo ta'siridagi hukmni Qozbek chiqardi. Orunlaydı.
орынлайды Паша бегім. Болды, yaxshi. Жаза игір болса, қандақ болды? Hakikaten мұшындақ қиялыққан балан шықырып еді. Başqalab söylеп бақсын, Жоқ, әнді бұяққа қарап атқан, қармап атқан іш емес. Мүмкін болса әміміз çoğunluğu. Осы яшыларымыз жауап беріп атқанығы меніңше болса ешкім қаршы болмайды. Яшыларымыздың білгені яшы болмысы, яшыларымызды жауап берсін. Қане? Ассалаумағалейкум, hörmətli Otsoğul Begim Başlıq. Xapımızın sualınızı qaytarıb etken bolsunuz. Басты беріңла. Қолын түшеме қол көтіріпті, қане? Otsoğul'ımızdan bir günü. Жаза егір болса, қандақ болды? Ассалаумағалейкум, Otsoğul Begim Başlıq. Мен Челек региондан итім бәқчат болды. Әң егір жаза мәшәптің қоғланды жазасы әң егір жаза болып есапылды. Болды. Әнді егір жазалардың пұл жазасы нөвәтсіз мәшірәп беріш ве яки мәшірәптің қоғланды болуш. Mana. Яна әнді саз вақтыда Пашапның рұқсы білән талаға шықтыңыз. Қайтып кіргенді қандақ кірсіз дәді? Кейіншілікті. Қане Отсоғылымыздан күлі. Ассаламалейкум, hörmetlik Мәшрәп беги. Кіргенде салам беріп кірді. Хош. Пашабектің рұқсаты біле. Хош, қане. Қане мұн балға тұр дейіз. Сұлтан қорған Отсоғыл. Саз вақтыда талақ түш кетіп, қайтып кірішке. Ассалаумалейкум, hörmetlik Otsoğul. Saz vaqtida saz to'xtaganda Pashapekning rusti bilan kirdi. To'g'ri. Xo'sh, u bo'ladi, lekin endi qaranglar, lekin endi chiqqanda chiqdinglar, saz bo'lsa, assalomu desanglar, hammasi kayfiyatni qaytarishlar. Shuning uchun sharatlan Pashapga buna qilsa, Pashap sharatdan o'ta deydi. Gapmay o'tirish kerak. Qo'lingizlar ko'ksingda o'qish kerak. Shu. Qanaq? To'g'rimi? Xo'sh. Ko'lbek dedi, hazırlagan tamlarının nemisiga diqqat qilish kerak dedi. Assalamualaikum, hörmətli Otsoğul Begim Başlıq. Endi hazırlanğan tamaqni Qazbek Kölbegim onu vaqtida kirib sıxmı, soğmu aşını tekşirish kerakda. Kölbegim Jozunun qaydısı buzulmaçlığını qaraydı. Endi asasan vaqtiga, ta'miga, sifatiga. Bo'ldi. Mashrabning bir a'zosi, mashrabning sirt bir to'yda, bir yerda bir qalayimxon chiqadi. Uni Aran degan uyga kirib qo'yding, uyga qo'yding. Undan keyin qanday qilsa? Assalomu alaykum, hurmatli Otsoğul Begim Başlıq. O masalani keyingi mashrabda shu masalani davo dasturida qo'yish Otsoğulning chekishi. To'g'ri. Rahmat. Rahmat. Tak, mehmonni kutib olish kimning vazifasi? Yana. Assalomu alaykum, hörmətli Otsoğul Begim Başlıq. Mehmonni kutib olish Sayibxonning vazifasi. To'g'ri. Dastan qayerdan va qanday selindi? Va uni ko'katdi uni, ko'di uni. Chiqib to'rdan boshlanib ulinib selinish kerak chatlari. Undan keyin chang chiqarmaslik. Bay köketlik orab qo'yganni, bunu dasxonni dolqun obrazini, dolqun. Dasxon ko'kitmizmi ya? Bu g'ayb odamlar uchun bir oddiy bo'lib qolishi mumkin, lekin mushni bilmaydigan odamlarimiz nurg'un. Mana baylar buni nimni selishda apirib tashladim, changni ko'tarayotmaydi. Uni har bir dasxonni sog'anda Çangni, körpini, nimle olsun sağanda çıkamaş gerekçi, çang. Körpüde olduruz kayıtsı. Assalomu alaykum, Otsoğul Mashrab begi. Köpüde odağa vaqtida tizi köpüden uyquga chiqib ketmish kerak. Sababi uyquda dasturxon bo'ldi. Dasturxonga pul chiqib ketgan degan u cho'ng bir adabsizlikka hisoblanadi. Dasturxon bo'lmagan holatchi. Dasturxon bo'lmagan holatda shundan Putlu sunup çıkırıp oturuşlu bo'lmaydi. Bo'ldi, yaxshi, to'g'ri. Durust. To'g'ri. Adabsizlik bo'lib qoldi bolalar, to'g'ri. Darbe degan kim? Uning vazifasi. Darabek degan kim va uning vazifasi? Qani yana mana buni illiq bir inimiz bor. Sen Assalomu alaykum, hurmatli Otsoğul Begim Başlıq. Xo'sh,
Ассалаумағалейкум, hürmetli Отзоғыл бегім башлық, Дара бегі деген о саз дәудің жауап берген бегіміз. Yaxşı, болды. Рахмет. Ора. Xo'sh, 12 muqam UNESCO qarmig'i qaysi yili kirgan? 12 muqam. UNESCO'ga. Ben hem ya karavatma hiç kim kol getirmedi. Mana hakimiz Otzoğlu'muzun gülü. Merhamet. Selamünaleyküm Otzoğlu'nun meselelegi. 13 muqam UNESCO 50 yıl Todaqanlarının başlığı. Ya. UNESCO. 25 noyabr 98 yılı. Gültayak degan nima? Gültayak deb Gülchay. Gülchay deganimiz nima? Azzakamning o'g'li bildi. Assalomu alaykum, hurmatli Otzoğul begim boshliq. Gülchay degan o meşrepning bir bölüm bo'lib hisoblanadi. Ma'lum bir odamlarga, misol Otzoğul bir kichik meşrep bo'lsa, Gülchayni she'rlarni aytib turib, bir Otzoğulning guliga topshirib, uni Gülchayni olgan keyin Gülchay kelqapti deb she'rlarni aytib, usul-o'ynab, yumorlarni aytib, ash bir bölüm. Javob qaytargan, ha? Rahmat. Yaxshi. Azizini chiqarib buni yuvasaqlik ekan. Sen uyudun Mustafa köp sözlemse? Şunun için dadan dalaşık ettim ki. Ha, bunu git sen dadağını balam da bir şey. Xo'sh, yana davadasida qo'llangan jazolarning qanday turlarini bilasizlar? Ham qaysilarini ko'kib beralasizlar? Qani. Chiqsinchi masala, bildik Allah. Masala chiqqanlar, Chiqsin. O'tirib chiqqanlar. Assalomu alaykum, hurmatli Otzoğul begim boshliq. Meşrepki davat asirda jazoning 3 turi bo'ldi. O'ng'ay, o'tira, ig'ir. Yenik jazo, o'tira jazo, ig'ir jazo deb 3ga bo'lindi. Endi yenik jazolarga u havo sloynash, surat selish yoki bo'lmasa bir hayvonotlarni do'rash, o'tira jazolarga sam seqish, beliq tutish, yulduz sanashlar kirdi. Ig'ir jazolarga begim o'zingiz tuvanda aytib ketgandek, mashrab berish, pul tarafdan shtraf selinish, qo'llanadigan jazolardan. Qo'llanadigan jazolardan anoqsi sam seqish, beliq tutish, ko'z tayyormiz yoki bo'lmasa sam seqishni hammasi bildi, yana yulduz sanash. Yulduz sanashni bular WhatsAppda ko'rgan, biz uni ishlatgan. Xo'sh. Yana o'ng yanpashning palonchilar, so'ng yanpashning palonchilar yenik jazolar ular surat selishni. Va o'mayliga chelaklarni bir chichasan. Xo'sh, yana. Qani. Xo'sh, qani. Shundoq jazolardan toshqan tep degan ba. Ha, mana. Ko'k sayritish ba, o'z-o'zini jazolash degan ba. Shundoq jazolar. Tushunadi, tushunildimi? Tushunib sundirish? Xo'sh. Qani marhamat. Qani ko'kib berqinglar. Og'amchi kerak. İpek akang yok aslında arkanda koygan. Ağamçı var mı ağamçı? Zıp, kabil. Remenço. Remen bağlamak burası nasıl göstere, obraz kırpı. Ya obraz kırpı göstere. Hoş. 30 Hapşakayı Türk kösenler oldu. Hapşak. Türk kösenler oldu gördük Allah. Hoş. Dava tatılgan 30 oğlunun bir gülü iki kolunu çatarsın asıl tıkıp ağamçıga bağlandı. İki kolu. Mikrofon tutma, iş kolumda bağladım burada. Onu bir işle. Kolum ana kılıp bağladı. Kolun içini berdi. Aş içini. Kol yetmiş kana kıldı onunla. Kolum. Sen yetmeydi ki o, sen kana kıldı. Sen onda kosak sakalı kana kıldı. Bağla onun meselesi çin çıkış emez. Onun meselesi aşını poluk uruş gerekti. Çinne aşını onu verin çakamaydı onu. Aslında aşlıq 10 qetim ursunda 10 qetim ya 20 qetim deydi. O əlbəttə 30 oğlunu bir gül qiyim. Yaxşı gap. O YouTube'da var, internetdə var, YouTube'da. Xoş, yaxşı. Toşqan tepişdin olma yamırlı. Eli öydək tepişdin olma. Bulan odaq zidəli Danyarla kök durur. Bu yerdə 3 adam oturuş gerekti, бірақ biz turib göstərik, görmək işmi? Ya Allah turib gördü, oturub göktünlər. Qani turunlar xalqçılar. Məli.
Ya ish kutini oldinglar. Misalga mana mushagat aganimiz tartibni buzdi, o'zini o'zi jazolaydi hozir. Putini oldin qo'y bu da. Putini oldin qo'ysiz. Ama putun So'nib oda. Ana. So'tag'in. Sen buni ikki qo'lni tutib olgin mikrofon. Kendi poyuz oynaymiz. Kaynınglar bir işki adam gerek mi? Şunu oğlum. Yani karanlar bir yerden hazır. Şeker hazır zaten kendim söyleyeyim. To'xtab qani mikrofon. Mikrofonni topdim, og'zim qayda. Bu menga emas, bu asli bu so'zlar. Hürmetlik begim başlık 30 oğul. Kapçık. Endi mening gunorim o'tdi. Buni keyin men kechikmayman deb bo'ldi. Rahmat. Xo'sh, yana o'z-o'zini jazolash endi. Yo Allah. Ikkinchisi. Yani bak toshqan tepdimi? Toshqan tepdim ko'kcha oyoq kiyman kiymaydim. Qani? Qaysi? O'ziga oz, men ko'kitma dedi qo'y. Men kerakmi kerak? Qana begimiz bayqi kalkamanjitni bek o'z ko'kitdi ekan. Oyog'ini samal uray dedi qo'y. Toshqan tepdim bunda bo'ldi ko'katgan. Mana. Ha? Mana o'g'lim qanchasida mana bir urib keldim. Birinchi mushtum keyinchaynak. Yo asta o'ring buni ko'zdan ketgan, tildan ketmasin endi. Toshqan sakar aytdimi? Beshni lisan tutuqlab so'zlaysa ekan. Kekash qo'ydiganda buni. To'dabdi, mayqa. Bu paxta kuchirish? Paxta kuchirish video kaset ko'ryapsiz. Ba. Uyg'urning savunisi degani o? Xo'sh. Yana. Qog'oz chiqqanda. Qog'oga o'xshaysan, yo'qtiraman. Qağa degani ko'chada qor yotgan qağa. Talaq chiqarib. Ha. Qog'imi qishnikini. Menga uchib qolgan qog'ini desam. Xo'sh. Ya'ni ko'ktiga allabami? Yo'q, bo'lsa bir nechta turlari bor ekan-ku buning. Shundaqlarlikqa suv ichirish, bashab qursi. Ko'lni suyini ichirsa dediga bashab qursi ishqilgan. Ko'tak basti. Yalang'och talada turg'izib qo'yish, ikki bez talashi, samsi qishlava beliq tutish, o'pka qo'yish, kap qisarishni ko'katdi, paxta uchun ko'katdi, qava chaqdi, suv cho'mildi, o'zi kuy surkida shunga o'xshash bir necha turlar bor ekan. Ma'qul, boshqa savolga o'tkilaylik. Chaqchaq degan nima? Chaqchaqchi degan qandoq bo'ldi? Sabr kam o'xshaydi ekan. Bana, mikrofon bana. Mana qaranglar, bana. Mana azagan o'g'lim. Assalomu alaykum, hurmatli o'zog'il begim boshliq. Endi bu chaqchaqchi degan mening uchun endi bir alohida bir asosiy savollardan biri ömrümdə. Endi men o'zimning dadam chaqchaqchi bo'lg'achqa, buni biz kichigimizdan bilimizda chaqchaq dadam har doim bizga mundaq deydi. 30 o'g'il bo'lsa, 29'i kulib, biri kulmasa, u chaqchaq emas, u shanxo deb qo'ydi. Shunga chaqchaq qilganda chaqchaqda 30 o'g'il mushu bir so'rindiki, hammasining ko'nglidan chiqadigan, hech kimning ko'ngliga tegmaydigan bir kulki chaqchig'ini chaqchaq deb qo'ydi. Endi o'zingizlarga ma'lumki, bizning Uyg'ur xalqida ko'pligan mushu
тарих қизылған чақчақшыларымыз ба, болыпмы рәмәтлік біздің болып кеткен Исам буымыз, Исам Құрбан, оның алдыдыки Сәлей Чақан, азырқы біздің мана чақчақшыларымыз, Сабыржан буымыз, мана Сұхрап акыларымыз, Әхмет акыларымыз, Ибейдлам акыларымыз, мана мұштақ чақчақты халықның көңілден шықыдыған, халықның көңіліне күлдірдіған бір 2-3 минутқы босыма көңіліне қошал қылдыған адамларын чақчақшы дейміз. İlham sen 30 yılda Bekku değil mi? Begim mana bizninki. Sizdeki mi? Ben Paşabek endi hazır Paşabektim hazır 30 yılının bir gülü. Ya bugün meyda kim болып çıktınız? Ben 30 yılının gülü болып çıktım. Ha yaxşı oldu. Hoş yana şundaqla kızıkçı degen qandaq oldu? Baş adam yok mu? Veranlardan sonra. Hemmimiz senin Assalomu alaykum hurmatli O'zog'il Begimboshliq qiziqchi degan o qiziqchining turi bo'ldi. Masalan, mashrablarda bizning O'zog'imizning birgili mana Ko'lbiga Said Ahmed bizning mashrabimizning qiziqchisida u mashrabning qoidalarini 100% dalama bizning mashrabning qoidasiga xos hamma qoidalarni bildi. Biroq shu me'morlar kelgan vaqtida bunday kichik yenik bir gunohlarni qilib qo'ydi. Shu me'morlarning oldida kichkam qiziqtirib bo'libmi da'vat ta'sir bo'limlarida mushtaq Quşdak sayrab, eshakdak angrab degandek, mushu 30 o'g'ilni qiziqtirib, kichkam bo'lsa-ma ko'nglini olay deganni qiziqchi deydi deb o'ylayman meningcha. Barakalloh. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il. Mashrab begi, vaqtni utuqliq foydalanayli da'vatida turibsiz. Endi bayatini biz so'zlayapmiz. Mumkin o'sha so'rinda, o'sha mashrabning ichida qiziqchi bolalarimiz bor, ichida yetib yumurlari patmay, o'sha quloqlarda, ko'zlarda shinqilib turgan bolalar bo'lsa, o'tirib chaqirsak nuristiga nur bo'ladi. Endi men o'ylabdim, Hazır ben oylattım bunu meşrepte hazır soğlanışta beyit degen nime, çünçün salvat degen nime, şu toğursuzda mı küçükün barağına bolamdı ki degendik. Hem de belki onu keyimi bop kala, hem de yomur dep kaldılar keyinki vakitlarda özümüz nurgulluğun toylarda belki yomurlarımız biyagim yetkegendi, bizden aldığımızda yomurlar yetkildi. Bir yomur sözlep reis degen. Bir maşina işte yolda ketip bassa, bir 60 milyon ketip bassa, aldığı bir toğu düşüp jügrep ketip berdi. Bu maşindeki vadiyetli heyran kapta toğunun munçilik iştik jügegende kömeptim ben dep. Toğduğuna dep 70 ki bassa toğu 70 bile jügrep çıkıp bakıdı dedi. Şu ya bolla mundaq toğun ömürüm kömepmeke dep 100 bilen mangsa toğu aldı yetiştirme 100 bile ketip bakan deydi. Tova mandaq ne iş kaçan kömepme dep maşinni 152 minutke 150 bile ketip bakan maşinni yetiştirme yılık toğu bir hoğluq jügrep kettim. Endi şunda işte ketip bakan maşin 5-600 metreye görüp aran toxtab qaytip kelse bir çoğun kişinin öykü. Vay assalamu alaykum çoğuna da. Wa alaykum assalam. Ya bu közümge işenmeymen, maşinamның aldığı bir toxu düşüp şunçilik jügedi 150 kilo yetişemedim demas. Va afkan bizning toxu. Ya bu qanday toxu olsa özümüz işlep çıqqan toxu yengip barodu. Alametke aka. Bunun göşünü yapaqtыңlar olsa şu yapaq etsek zadı tutamay otmiz dedi. Şu aka unda olsa bunu bir amal qilib köpeytkili olamdı. Bunun tuxumu varmı, tuxumunu ağılı olamdı desa balam 5 işlemdi. Maşini yetişemgen toxu qoraz netini yetişsin. Toxunun barığı çıkıp kaldı. Başladı be sen. Hazır yaşla. Başladı be sen kaldı ama. İdi. Hazır yaşla katıp kesip koyduk o maşin degenini. Bulanın menediğine BMW. Bir yezliği bir balı maşinden BMW bilen ketip aç yezliğin içinde uçup ketip berip bir toxun açıp vatçıda koyup asfaltı çaplap da etdi. Ғаңғыды кетіп қалса маяқта ораз қақ кәйнігі шығып тұрып, машин тақып тұрып, девелеп кетсе, BMW-ға маяқта бір мекен тұрып. Нем болды? Бастан аштақ, басмам сәва деген. Әді мұна, расында тоқуының анекдотын бастап өттіңлар әмде. Тоқуғы мәмі екен о, менің тағамның баллары одан кетсін. Тоқтатты мұна, bayaq aytqandek bir ishki mekan g'o'razdan qattiq shugrab chiqib berib bir mekan yer qopti deydi. Yamir mekan oy do'stim 7 yillab g'o'raz baribir qo'g'lab tutib oldi ku. Biz yamir mekan biroz shugrab beraylik buzuqlar keta qolmasin dedi. Toxu bilan g'o'raz deyishyaptidek-da, bu ikkimiz umr bo'yi so'qishib, taqalishib o'tib ketib boramiz. Umr birimizga inoq yashamaymiz. Qarg'ina o'daklarni o'zining katligida shundoq inoq, hech qachon ovozini chiqarmay, bir tal piyni to'zitmay yashaydi.
dese Xo'roz deb ketdik. Rossiya uyatga yaşladımma. Xo'shni qilibsizlar bilan. Biz kunduz so'qishimiz avla shundaq inoq yashaydi deb bir kunga aytganlik qurib qarsa uydagining akiga chisini urib bitpag'idek kattakni qo'g'lab, va mullani ishdim janjal bo'ldi ekan, nima bo'ldi deb to'qi bilan Xo'roz yugurishib kirsa, akak uydak nimaligidek. Nima jadinglar va bu nima umr so'qishmagan, nima uchun qaravasiz kirib g'ozning tuxumini qarab baq dedi. Ha, mana to'g'ri gap tegdi. Sabrga sizning to'g'ri yaxshi bir gaplar bor. Sabr kamning bir latifasi bor. Bir odam o'zi to'g'ri set o'tasi, tuxum set o'tasi, birisi 10 ta tuxum ekib tevelek qilibdi deydi. Nimanda tuxum berdim? Endi tuxum bermas, tuxumlaring paskin qo'y. Sen to'xtab turma, men uxmayman, uyga bir Xo'rozga deb baqay. Deb uyga Xo'rozga, men keldiring bir nimda tuxumlarga shalbi kelyapti, paskin deydi. Biz Xo'roz bo'ldi, xotirjam bo'ldi deb qo'yib, men keldirga qashqaron soat 7 da katak chiqqan. Hech ketmay kirishadi debdi. Hamma mekan o'tag'iz nima ish? Senlar tuxotamsa, tuxumlaringga shalbi keldi-ku, paskin deydi-ku. Desa, keyin o'taga yosh bir mekan ruxsatma boshliq degidek. Hada nima bo'lding? Siz hurmatli boshliq, siz bizga shunday vaqtni oz beryapsizki, tarat oldiga vaqt yo'q debdi. Öydəkilərini köydüm mən, adamlardan kim vardı? Uygurlarının məşrəvədə yevreylər nima vardı? Bir toyda bir adam oturup, yaşlı otağındaki elik bak köynek kivagan kızgımdan qarab, "Oy qara, ayyo, bu qarğına doğağı demez, sətligine gelin." Qara bak, qara ekşigili oxşaydı, so yendiki turib, "Ma bıçağı soyub etmezdir məsələ" dedi. Nima bo'ldi? Ya mening qizim ava. Düzü voy. Acep ummoq, acep chiroyli qizgina, terikmanda otma, mana xuddi dadsiga o'xshaydi bas. Yeli soyib etayman, men uning onasi dedik. To'g'olarning gapini qilyapti, uning gapini qilyapti, ashu butkul dunyo yuzida to'g'olarning nominatsiyasi bo'libdi. Mana shu jamoat yig'ilib ketgan, Rossiyadan kelgan palonchiga qarshi elinglar tiymoq degan qip qizil tumshuq degan ushluq tojlar paqrab turib chiqib ketib beribdi. Xo'sh, kuniga necha tuxum tug'siz? Acho takoy tuxum debdi-ku. Siz tuxum degan narsa bilmamsiz deb ma'qullab uzitdi-da. Qani navbat endi Pokistonda kelgan to'qi deb uni chiqiribdi, chiroyli kelishgan. Uni chiqirib oxirida kelgan tuxum tug'di va Abdu to'qi qizni qarshi elinglar deb o'zimizning Uyg'urlarning bir to'qisi chiqibdi. Üstü boshlari jitilib ketgan, tojlari jitilib ketgan, tiymoq degan o'sib ketgan, nashta aran chiqibdi. Kuniga necha tuxum tug'siz, ishkini deb, chavoq degan chep ketdi. Endi tuxum tug'ishni boshqa ishlar o'zingizni o'shqalingizni yig'ib, chiroyli patazlab yursangiz bo'lmamdi. Siz endi qiz bo'lgu debdi shu. Voy, shu tuxum tug'ib bo'lib, endi o'zim qaraytsam, ya tuxum tug'yapman, ya Xo'roz qo'g'layotgan bo'ldim. Ashlab Sen bahar bolandım, seni görmey könül unandım. Sen gelmesen bahar bolandım, seni görmey könül unandım. Aydaşda bir kilip ketse bu didarga yürek kanam. Ayda yılda bir kilip ketsen bu didarga yürek kanam. Sen gelmeden karlı kış geldi, Xuddi
Xuddi sende sayırgaç geldi. Sen gelmedin karlıgaş geldi. Xuddi sende sayırgaç geldi. Gözlerimge şuna yaş geldi, yaş geldi. Gönül yaki mendin çalam. Gözlerimge şuna yaş geldi, yaş geldi. Gönül yaki mendin çalam. Bilmedim o senin gınımni, okumadım o senin gınımni. Bilmedim o senin gınımni, okumadım o senin gınımni. Sen alam sen benim cinimni, cinimni. Tendi bu candayım turam. Sen alam sen benim cinimni, cinimni. Tendi bu candayım turam. Sen alam sen benim cinimni, cinimni. Tendi bu candayım turam. Tendi bu candayım turam. Ot düşmegen kazanlara okşaydı alem. Ottun ulu küreşlerge çıdısan kelgi. Ot düşmegen kazanlara okşaydı alem. Ottun ulu ateşlerge çıdısan kelgi. Çintik mi giyen paraketke tulduk sen. Salkın yok çöldeşlerge çıdısan kelgi. Çintik mi giyen paraketke tulduk sen. Salkın yok çöldeşlerge çıdısan kelgi. Her kim kili suyivemez şki menzinge. Akhan kara sürkeşlerge çıdısan kelgin. Her kim kilip suyivemez şki menzinge. Gahem kara sürkeşlerge çıdısan kelgin. Sıllaş emez tatlaş üçün tırnakla değen.
Sur dipip cündeşlerge çıdısam kelgin Sınlaş emez Katlaş küçül tırnakla Sur dipip cündeşlerge çıdısam kelgin Ecel vardır senin için Maktaşladım Küzdek nusul süzleşler geçti san geldi Ecel vardır senin Maktaşladım Küzdek nusul süzleşler geçti sen gelgiye Bir tal tükke ayrını sen bilmey bezde Çargını tüleşler geçti sen gelgi Süt bağlını trikçilik arkanları Halıganca süreçlerge çıktı sanki Süt bağlını trikçilik arkanları da Halıganca yügeçlerge çıktı sanki çıktı sanki çıktı sanki çıktı sanki Hoş, endi meyde bir kadar atıp gitti. Meyde bugün günde sahipkarlık kıvatkan. Unutmanglar ama Duruzbu'nun balысы. Hoş, nahiye boyunca yaşlar gitmişi. Meşrep'nin bugün sahipkarlık kıvatkan. Yani şundakla meyde. Moşu işte geç gündüz yügegen Pervaz icatkarlar cemiyetinin reisi mana ağınımız Nurum Ahmetov. Çabak olsun, hürmetli balamış akalarımızga, ağellerimizga, yukarıda sımatılıp atkan. Kagan bu balların hemsini yaxşı tanıysızlar. Yani bularning katkan hasları var, muşlar arkalık. Mana müşüm musabıkını ötkazdık. Endi bu növetlik meşribimiz, bu meşribimiz endi ayaklaşıp kaldı. Şunanga sahip kalla yan meşribini ektirgen bolsa, aşı beklenin, kazlarını aldı koyunlar. Növetlik meşribini kim aldı, kim soraydı? Kendi meşrep bağışında oturup çıkan bolsаңlar. Hadi 30 oğlumuzun işkisi şu Navruzbay rayonu birimizde oturdu. 3. adamda sormasak oldu değil mi? Oldu. İyi dostuma. Mübarek olsun. Zere Ostok. Yani şundakla Alatau. Tastak meldiren kapılmaydı rayonla. Endi Xudayım bursa növet meşreplam sizler teyip kala. Oldu açıklamağla. Kine, kilin. Meşrep mübarek olsun. Navruzbay Batır mübarek olsun. Meşrep oğlaga. Xudayım bursa sizlerin rayonladı mı? Meşreplerini oynayımız Xudayım bursa. Hem oğlar kegin oğlar rahmet. Şu. Kam kurku bokbasa xapo boğanlar. Navruzbay jüt ağıldığlama. Meşrep oğlar tükken kaçak ün oğlar yoka gidiyorlar ama. Hoş, meşrep ağızda kine ötüzünler. Ona yemez meşrep emek.
Mübarek olsun, çavaşıp koymamız lazım bunlar Meşrep Eklim. Mana maçta meşrepimizni talışıp duraylı işte, köpüksün. Qani Meşrep ağışılar. Assalomu alaykum. O'tso'g'ul Begimboshliq. Bizga ishlash qilib, kelasi mashrabni badinglar. Alloh buyursa, har biringlarni chaqirib, huzuringlarda bo'lishga tayyormiz. Xabar qilamiz, bu o'rinni, soatni keyinroq xabar qilamiz. Rahmat hammalarga. Mushtaq daqiqamni kelishib turishinglarni so'raymiz. Rahmat. Mushshul qilasizlar. Rahmat, söz. Çıkıyoruz. Oldu mu? Oldu, yaxshi. Hürmetli O'tso'g'ul Begimboshliq, ruxsat bo'lsa men O'tso'g'ulning omonatini beraylik, gultayoqlarni topshirib. Mana yaxshiroq saqlaysizlarmi? Bu mana. Buni chatashtirolmayman. Ha, begina uyda o'ynaydigan narsa. Xo'sh, hurmatli O'tso'g'ul, mashrabimiz oyoqlashib qoldi. Hozir mashrabning oyog'ida. Bereketi ve selamu aleyküm meşrep ehli. Bana karanlık kandak vurmuş Aktaslıhan'da bizden karı göz ballarımız bana bugün özünün hünerlerini gösterdi. Bu bosuma bizim Uygur cemaatimizin ucundak yaşlarımızga mesela her kaçan ömlük birlik ittifakının belgisi de biliriz. Hemminlaga Çin dilimizden sizlerge çoğuntan selametlik, ittifak, birlik, Dəstəqalarımızı bereketlik, azmınımız uçuq olsun. Həmimizin maşaq, dəqəmdə maşaq jığılladı olub, bir-birimizə yar ölək buluşuqdayım, nesib olsun, azmınımız uçuq olsun. Əndi məşribimiz ayaqlışı atqan olsaydı, ruhsat qısanla dəstəqanğa dua qısaq. Amin. Elhamdülillahi etemene razakana cennet muslimin. Ey uluk Allah'ımız dəstəqanı bereket ve reis. Hoş gelgen cemaatimizin hemmisinin zortan salametli, aile-i bəxt begeysiz, hatır cemlik begeyiz. Milletimizin ittifak birliğini her kaçan maşlar hoşallık destakaları görüşüklayın. Allahümme Rabbina atina füdüne haseneten ve fil ahirete hasene ve qina azaben nar. Rahmetik ya erhamallah. Rahmet gelin.